Assalamu alaikum muhterem kardeşler. Hemmalarga Allah'ın salamı, rahmeti bolsun. Fidayla ikramı hoş geldinler. Bugün diqqatingizga Kur'an'dan Nazar programımızın 94. sani Kur'an ve Uygurlar təqdim qılındı. Xabarыңda bolğanda Kur'an özününki Arapça tilida, Rüşen Arap tilida nazil bolğanlığı, Arap kavmiga tushganligi Kur'andagi oyatlardan ma'lum bo'lib turibdi. Shundoq ekan, nima uchun Qur'onga chaqiramiz degan savol aqllardan kechmay qolmaydi. Qur'on arablarga nozil bo'lgan Rüşen Arapcha vahiy ekan, nima uchun uningga u bizning kitobimiz deyiladi. Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning. Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilgan unumli foydalanadi? Qur'onning tarjima tafsirlariga qanday muomala qilish kerak? Qanday qilgan chog'da Alloh tarafidan nazil qilingan vahiyning asl maqsad muddasini to'g'ri yaxshi tushungili bo'ladi. Qatorliq mazmunlarning bugun shu dars orqali javoblanishini umid qilib, ekranimizda biz har haftada ko'rib kelayotgan Kerim Zoir efendim bor. İnşallah birlikte öğrenimiz dostumuz Abdülaziz birodarniki kompüterda mesaj çıktı mı? Ben başlamıştırdım dostlarınki saqlab qolmas üçün. Assalamu alaykum ustoz, hoş geldin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday ahvallar edi? Yaxshi, Allah şükür. Buradan turupla biraz ilgili deyip ötüp ketgandek bugungi tema Qur'on ve Uyg'urlar bo'ldi. Qur'onning Arabcha ekanligi hammalarga ma'lum. Ancak nima uchun biz uni Qur'onning naridan biz qanday foydalanamiz? Qatorliq mazmunlar bo'yatini deb ketdik. Qavani sizlarga taqdim qilishtirga bog'liq. Ben Abdülaziz keldi, ben kendi çekiliş terişime inşallah merhamet gepsildi. Oldu. Aldık turvatımız. Məqsəd muddao hazır deyilgəndək nemi üçün Qur'an'ı çağırırız? Bu nəhayət mühim bir məsələ. Nəhayət mühim bir sual. Əslində biz burun tatib bir dinə etiqad qılıb kelayotgan bir millət. Əmdi o dinniki o biz etiqad qılayotgan etiqad qılıb kelayotgan şu özü ənənəvi dinning içidəki ba'zilari bizga to'g'ri kelmaydigan, ba'zi yerlar to'g'ri keladigan bu shunday bir narsalar bo'lganligi uchun biz alohida Qur'ondan nazar programmasi asosida mush Qur'on chaqirib keldik. Ham buningdagi birinchi savol nima uchun Qur'onga chaqiramiz? Millatni nima uchun Qur'onga chaqiramiz? degan vaqtida Qur'oni Karimniki biz nurg'un yerlarda tushuntirib o'tdik. Qur'onniki Türkçe tarixçilerde biz tarixiy yerleri var. Yani 1400 yıl burunqi tarixga mansub yerleri var. Nurg'unlagan hattoki Qur'oni Karimning ichidagi Payg'ambar alayhissalomniki qilgan so'z harakatlari tasvirlangan oyatlarning o'zi şu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanısidagi voqealikka munosabatli bo'lganligi uchun shu tarixga mansub deb qaraladi. Va uningdan boshqa Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam tarixdagi burunqi payg'ambarlar va o payg'ambarlarning qarshisida turgan insonlarning hammasiniki qilgan so'z harakatlari hammasi shu o'z zamoni va o'z makoniga mansub voqealik hisoblanadi. Onu hech qanday o'zgartib, uni hozirgi zamonga so'rashga bo'lmaydi. Hamda Qur'onniki universal nimalari bor hamda. Maxsus bir tarixga, bir makonga, bir millatga xos yerlari boy deganga o'xshash. Masalan, Payg'ambar alayhissalom bir arab o'g'li bo'lish sifati bilan, arab yerim oril cho'ng'igan bir odam bo'lish sifati bilan ve Arap medeniyetinin içinde çoğalgan bir adam ve Arap cemaatinin içinde çoğalgan bir adam buluş bilen şu Arap'ın içinde Araplı yegen nanını yep, Araplı kiygen kiyimini kiyip şu yerdeki cemiyette birga yaşayan
odam bo'lish sifati bilan Qur'on nozil qilingandan boshlab shu jamoatniki, shu arab jamiyatidagi va shu 1400 yil burunqi shu jamiyatda bo'lgan voqealikni Qur'oni Karimdagi prinsiplar selish orqali hukm chiqarib, millatni to'g'ri yetaklab manganligi Qur'oni Karimda bayon qilindi. Nurg'u yerida payg'ambar alayhissalomni maqtab va innaka la ala xuluqin azim degan o'xshash maqtash kelimlarimi bor Qur'onda. Nayet güzel ahlaklık bir kişi ekanligi to'g'riliq. Va ba'zi yerlarda payg'ambar alayhissalom tanqidlagan yerlar bor. Vastagfirhu innahu kana tawwaba degan o'xshash mundaq oyatlar mavjud. Mushlarning hammasini birlashtirgan vaqtida payg'ambar alayhissalom nurg'u yerlarning o'zini to'g'ri aytmanganligi va ba'zi yerlarda kamchilik va xatolik bo'lganligi inson bo'lish bilan o kamchilik yoki xatolik bo'lgan yerda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ogohlantirish berganligi haqida nurg'ulg'an Qur'ondan bundaq yerdan topa olamiz. Endi bizniki Qur'onga chaqirishimiz bu yerdagi maqsad nima degan vaqtida millatimiz islom dinini qabul qilgan kunidan boshlab arab madaniyatini, arab urf-odatini, arab ya'ni payg'ambar alayhissalom yoki sahobalar şu öz zamanında icra qilgan islomniki yani Qur'oni Karimdagi prinsiplerini yoki o'zi buyruqlarini ijro qilgan shu ijroatga prinsip emas, prinsipga asosan ijro qilgan shu 1400 yil burunqi ijroatni din deb tushunib kelganligi uchun bu din bo'lmaydiganligi va dinniki shu zamondagi bir ijroat qismi ekanligi ve dinin öz nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi prinsip ekanligi va o prinsipni her zaman ve her makandaki o Qur'ondagi prinsipini qabul qilgan toplum yoki insonlar ashuna qarta o'ziniki jamiyatdagi masalalarni tatbiqlash orqali masalani hal qilish lozimligini so'zlab o'tdik. Ya'ni bu yerdagi Qur'on chaqirishdagi maqsad degan vaqtda nima uchun Qur'on chaqiramiz degan vaqtda mana shuning uchun. Ya'ni bunday aytgan vaqtda bir millet yoki bir toplum bir davlatni qurish uchun ya davlatga bir nizom keltirish uchun qanday qilish kerak degan vaqtda ya o'zi tuzib chiqish kerak o nizomning o'zini yoki to'g'ri nizom bo'lsa boshqalarniki to'g'ri nizom bo'lsa uni qabul qilib u davlatga uni qo'yish kerak. Shu orqali u yerdagi o devletin özünü bir nizamның üstüge bir sistemning üstüge o'tqizib, uningki shu sistemga asoslanib, u yerda qonun prinsiplarni chiqarish orqali davlatni to'g'ri boshqarib mangdigan gap endi. Misol hozirgi vaqtda dunyoda sotsialist tuzum deymiz, kapitalist tuzum deymiz, demokratik tuzum deymiz, laik tuzum deymiz, mana shunaqa nurg'ulg'an tuzumlar bor. Her davlat o'ziniki jamiyati va atrofidagi devletlerinin emel ahvalı qarta özü en doğru keladigan şu cemiyetke taz mas keladigan bir tüzümning özünü qabul qilish orqali o qabul qilgan narsaga asoslanib qonun prinsiplarini tuzib shu davlatning o'zini qanday qilsak to'g'ri boshqaramiz millatni davlatni qanday qilganda shu texnik yaxshi taraqqi qilamiz degan maqsadda shunday tuzumlarni qabul qildi. Endi bizning ajdodlarimiz islomni qabul qilishdan burun tüzümünü özü yazıp, özü tüzep mangan ki. Mesela Uygur Urxun xallıqı deyimiz, şu nemele Köktürk xallıqı deyimiz, Hunlarniki devrini tatip, asasen hemme zamanlıda özünün emeli ahvalı qarta, aşındaki özü nemenin sistemini öz tüzüp, aşının qarta öz devletini başkurup, aşındaki kelgenken. Hem qaçaniki Uygur Urxun xallıqı yıkılıp, Qarxallar dövleti qurulgandan keyin o Qarxallar dövletimi yana şu Uygur Urxun xallıqıniki xallıqdan olgan şu davlat boshqarish tüzümünün özünü qabul qilib shu bo'yicha boshqarib mangan ekan va lekin Sutq Bug'roxonning zamonasiga kelgan chaqda u yerda u arabniki o'zi dinini qabul qildik deb o'tirib u yerda o'zi dinni aslini tegidiki ya'ni dinniki o'zini qabul qilmasdan dinning icraatını qabul qilib qolgan shu vaqtning o'zida. Payg'ambar alayhisalom ani qilgan, payg'ambar alayhisalom mani qilgan, ani degan, yoki sahobalar ani qilgan degan shularning ish harakatining o'zini qabul qilganligi uchun bu yerda sistemani qabul qilmay, sistemani
sistemi kılınan icraat, hem de icraat değilse eğer şu rivayetinin özüne Peygamber aleyhisselam ve sahabeler özü icra kılan nese değilgen takdirde şu nesini kabul kılan bulmasa o peygamberge ve sahabelerge nispet verilgen hikayelerini din namıda kabul kılan. O sebepten ne bolgan diye vakıda millet tamamen Arap medeniyetini, Arap örf adetini kubul kılışka başlagan. Mesela şu 1000-ci yılların 11-ci əsrlərdə şu Mehmet Kaşqari'ninki yazgan şu Türk Tilla Divan degan kitapның özümü milletning içinde naayeti özümüş Arap Farisi tillarına naayeti bek öz berilip ketiş, öjep ketkenligi üçün bu yerda bizning tilimizmi başka milletning tilini qep qalmaydiganligini milletni tonuşturuş ve başkalarını tonuşturuş maqsadida Türk Tilla Divanı yazılgan misal. Onun sırtında devletni başka yerden bir tüzümle ekilip başka olmasa bulmaydigan bir aşındaq bir düşünce bo'lganligi uchun o devlet başkuruş tüzümünün özünü mü mesela Yusuf Hasacip şu nime Qutat Qubulik degan özü nimenin özüne kitapını yazıç arqılıq devletni qandaq başqurdu, padişah qandaq buluş gerek, adalet qandaq oludu, fuqarolar qandaq boysunuş gerek degandek nurg'unlagan narsalarning o'zini yezib davlat boshqarish bir nizamining o'zini yezib chiqqan shu nima Yusuf Hasajitning o'zi Qutat Qubulikni o'qisa hamda shunchalik o'zalqi masalan shu hozir 1400 yildan birisi arabniki shu hikoyasini o'qiymizku shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim degan shu rivoyat hikoyalarni o'qiymiz. Aşı hikayelerini oqandımı özü nurgulgan yaxşı mazmunlarni adam özü his qılalaydı şu nemenin özünü oqsa. Qutat Qubulikni oqsa. Özümüzge nayet faydalık aşındaq näsler derhal qolumuzga chiqadi. Bu rivoyatni o'qitchi desa, emtahun aniqan, semtahun maniqan, aygör su ishgan, mayver nayigan degandek shundaq hikoyalarni aytib, undan unutni mazmun chiqaramiz deb, andan keyin o yerda xato narsalarni insanlar təşviq qilish orqali shundaq o'zi millatni haqiqiy dinga emas, dinniki shu zamondagi ya'ni koni bir ijroat, ya'ni 1400 yil burungi ijroat degan nihoyat koni bir ijroat endi. Aşı ijroatning o'zini yerlashtiramiz deb o'zi millatga shundaq qilib kelgan. Bu asli dinniki asosi, prinsipi, ya'ni asosi emasligini Qur'oni Karim bayon qiladi. Dinning asosi nima degan vaqtda dinning içindeki icraatının, yani Kur'an'ın içindeki olsun, meyli Kur'an teşhirki icraatlar dep hesaplangan narsalar olsun, onun hiçbirisi din bo'lmaydiganligi. Din fakat Kur'an-ı Kerim'nin içindeki prinsip, yani prinsiplar ekanligi. Mesela o'g'illik haqida qo'ygan prinsiplar, zina haqida qo'ygan prinsiplar, mesela zulm haqida qilingan prinsiplar, qo'ygan prinsiplar, jihad haqida qo'ygan prinsiplar, iman, etiqat haqida, ibodat haqida qo'ygan prinsiplarning hammasi nimasi? Şu prinsipga asoslanib turib, u yerda bo'layotgan ibodatlarning o'zini, masalan, ibodat qo'ygan prinsiplarning o'zini misolga olgan vaqtida jamiyatda ibodat deb qilinayotgan narsalarning o'zini u Qur'oni Karimdagi o prinsip solgandan keyin uning qanchalik ibodat emas. Ashundaq o'zi tasqilib chiqadigan gap endi. Shu sababdan, shu maqsadda biz özü bu Kur'an nemedeki hazır cemiyetimizde buluvatkan, Uygur cemiyetinde buluvatkan ibadet olsun, itikat olsun, nurgulluğun emeller olsun, veya ki teşvikatlar olsun, tebliğler olsun, aşılarındaki qası dinge mensup nesile ve qası dinge mensup emas nesile bunu arış fakat Kur'an-ı Kerim arkalık mümkün buludu. Şu sebepten biz milletini nemi kıldık diye vakıda Kur'an'ı şu sebepten çakırıvatımız. Yani millet o'ziniki nima qilayotganligini bilish lozim. Dinga e'tiqod qilyapamdi, qilyapmamdi. Dinga to'g'ri o'z amal qilyapamdi, qilmayapamdi. U din u insonlarga foyda yetkazyapamdi, yetkazmayapamdi. Qur'oni Karimda bunga ergashsanglar foyda yetadi sizlarga. Siz dunyo va oxiratda nijot topasizlar deydi. Va lekin bu millat bizcha degan vaqtda bu nijotni topay deyotamdi yoki yani texmbek patqoqqa kirib ketyapamdi. Bunun özünü milletki tonuşturuş maqsadida bu Qur'oni Karimga biz o'zi millatni chaqirib kelyapmiz yani. Shu birinchi savolniki nemisi mana shundaq.
Allah razı olsun. İkinci sualını okudun mu ya okulup oldu mu? Okulda okusu boludu endi hoca. Bir He, sual katardı. tamam. Kur'an Araplarga nazil bo'lgan ro'shan arabcha vahiy ekan. Nima uchun u bizning bu kitobimiz deyiladi u? He. Bo'lmasa He. arablarda o narsalarni tushuntirib qo'yasizlar. He. Endi nayt to'g'ri bir sual. Bunun özünü ötkenki derslerin bir bir izahlap ötken bolduq. Bizning qarindoshlarımızның nurg'unlari u o'zi faqat arablik tushmagan, butun dunyoga tushgan deb qaraydi. Ammo butun dunyoga rahmat ekanligi to'g'riliq Qur'oni Karimda oyat bor. Qur'oni Karim butun insoniyatga rahmat bir kitob ekanligi to'g'riliq. Bu to'g'ri to'xtaldik albatta. Endi bu arabga tushirilganligi haqida mu nihoyat uchiq oyatlar bor. Masalan, Qur'oni Karim sura Yasin'dagi 5-chi oyatida vel Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qawmen ma unzira abahum fahum ghafilun degan oyatning o'zimi ata-bobollari hech qanday o'zi ilohiy kitobdan g'afil qilib qolgan shunday bir millatni ogohlantirish uchun tushirilganligi. To'g'riliq mana shu sura Yasinning 5-da shu oyatlar buni bayon qiladi va boshqa oyatlar degan vaqtda biz seni Mekke ve Mekke'nin etrafındaki insanların agahlandırışın için ebeddik deydi. Peygamber Aleyhisselam'ı peygamber kıp sayılışı yani bekitişi Mekke ve Mekke'nin etrafındaki insanların özüne Kur'an-ı Kerim arkalık agahlandırış için peygamber kıgallığı bu yer bayan kılındı. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ın bütün insaniyetke peygamberlik kıgan insan köz tutuş için nurgun insanlar onun nayet bir kuş çıkarıp muşu rivayet hadislerinin özünü bütün dünyaya öz taktiş ve şu arkalık Peygamber Aleyhisselam bütün dünyaya peygamber kılıç maqsadi mındaqqa özü iş ep berip atqanlığı nayet özü eniq nurgulgan özü bizniki dini alimlerimiz deb hisoblangan insanlar muşu rivayetni hozirgi vaqtda insanlar yetkizse Peygamber Aleyhisselam'niki şu insanların özünü bu din çaqağanlığı bu hesablanğanlığının özüne digen adamlar var mesela. Deydigan adamlar var. Jiqan bundaq adamlar. Amma o ameliyatda nayet xata bir narsa. Peygamber Aleyhisselam 1400 yıl burun dunyoga kelgan, Arab yerim arıl dunyoga kelgan ve şu Arablarning hammasi emas, yani şu bir qism Mekke Medine onun etrafidagi insonlarga Qur'oni Karimni yetkizgan bir kishi. Xolos. Endi Qur'oni Karimni bizniki buning nemisi arabcha bo'lishning sababimi Peygamber Aleyhisselam ve o yerdagi qavmning o'zi o millat Arab bo'lganligi uchun uningga Alloh taolo arabcha tushirgan. Chunki arabcha tushirmasa uning o'zini insonlar bilolmaydi misol. Bu bizniki kitobimiz o'qib qolishning sababi nima? Nimishqa bizning kitobimiz o'qib qoldi degan vaqtida biz tuzum to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami shuni bir qo'r bayon qilib o'tdik. Tuzum bir yerda maydonga keladi. Bir yerda dunyoga keldi. Dunyoning bir yerlarida ish qilib bir qabilaning orasida olsun yoki bir millatning orasida olsun bir rayonda o'zi dunyoga keladi ve o xalqan o'zi uni yoqtirgan insonlarning xalqan insonlar uni qabul qilib o'ziniki rayonlarga ko'chirib akilib ishlatishga bo'ladi. Xuddi masalan sotsializm tuzumi mana nimada Londonda yozilgan bo'lsa, uning o'zini Jungo Kompartiyasining o'zi Jungo qapirib ishlatganga o'xshash, Vyetnamliklar Vyetnam qapirib ishlatganga o'xshash, masalan Misrliklar Misr qapirib ishlatganga o'xshash, shunday nega qapirib ishlatsa, u ishlatgili bo'ladigan bir narsa. Ya'ni o'ziniki shu davlatni boshqarishga, shu millatga foydali deb shunday o'zi qarasa, shunday ishlatsa bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash islom degan vaqtda arab yerim arili dunyoga nima maydonga kelgan bir din. Ham uning o'zini bizning ota-bobomiz bir qism zolimlarniki qilishniki zo'r bilan bo'lsa-mu o'shaga o'zi uni qabul qilib qilgan bir zamonli bo'lgan nurg'un bir qismlarining o'zi ixtiyor holatda qabul qilgan yerlarim bo'lgan. Ammo buni qabul qilgan vaqtida uniki naq o'zini qabul qilmasdan uning shakallari bilan qo'shib hammani qabul qilib, hammaning o'zini din qilib olgan misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda savolning o'zi kelgan vaqtida
Qur'oni Karim Arabcha tushirilib, Arab yerim arliq qarta tushirilgan bo'lsa-mu, uni qabul qilish har bir insonniki yoki har bir millatning o'z ixtiyorligiga ish bo'lganligi uchun u ixtiyor holatda keyingi vaqtda ixtiyor holatda misol bizniki Uyg'ur xalqi yoki Turkiston xalqlari buni qabul qilgan va uning o'zini din qilib, hatto davlat dini qilib bekitgan misol shu vaqtning o'zida. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karim Arabcha bo'lganligi uchun faqat arablarga xos, boshqa odamning ishlatishiga hojat yo'q deb qarashning o'zimi xato bir qarash. Chunki nima ish qilgan vaqtida insonlar uni foydali deb qarag'an ekan, uni o'zining tilida tarjima qilib, ayndaq ishlatsa, foydalansa bo'ladigan narsa, shu vaqtda nima bo'ladi desa Alloh taolaning rahmatidan huzurlangan, undan foydalangan bo'ldi misol. Shu vaqtda u biznikimi kitobimiz bo'lib hisoblandi. Chunki biz uni qabul qilgandan keyin u kitobmi bizningki bo'ladi degan gap endi. Bizningmi bo'ladi masalan, arabning bo'lganga o'xshash, bizningmi Qur'oni Karim bizning bo'ldi. Ya'ni shu hozirgi vaqtdami arablar Qur'oni Karim faqat bizning kitobimiz demaydi. Nima uchun degan vaqtda uni qabul qilgan har qanday odamning kitobi bu. Endi tamam onu tushundik. Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning degan savol tug'ildi. Bu uchinchi savol ashga, ma ikkinchisiga hozirgi javob bo'ldi. Uchinchisi Qur'onning nimasi Arabning, nimasi butun insoniyatning. Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilganda unumli foydalana oladi degan bu savolning o'zi nihoyatda yaxshi bir savol o'tdi. Nemisi Arabning degan vaqtida Qur'oni Karimniki tili Arabniki. Tili yezig'i Arabniki. Arab yezig'i bo'yicha yozilgan, Arab tilida yozilgan bir kitob. Unda bo'lgandan keyin u Arab tili va yezig'i Arabniki. Endi inson butun insoniyatniki, ya'ni nemisi butun insoniyatniki vaqtida. Degan vaqtida Qur'oni Karimning ichidagi prinsiplar butun insoniyatga ammatan bo'lgan bir narsa. Ya'ni sistema, unda hep vaqtda tuzum yoki bu Qur'oni Karimning ichidagi tuzumni shu sistemasi butun insoniyatga qaratilgan bir sistema. Shuning uchun bu yerda ikki narsa, ya'ni arabning tili va yezig'i arabniki bo'lsa, ikkinchisi uning ichida misol Peygamber Aleyhisselam ve sahabalarınki şu vaqtda qilgan ish harakatlari, so'z harakatlarimi bir qismi ham Qur'oni Karimga yozilgan yerlari bor. Masalan, Izoja'a surasi, Inna Fatahna'niki nemisi yoki Ummay Tabbat suralar deymiz. Ashuna o'xshash o'z nurg'ulgan suralar bor. Ash suralardagi nemisi ash voqea nima bu suralar shu zamondagi bir qism voqealikning o'zini bayon qildi. Ya'ni bu hammasi Arablarga xos narsalar. O bizga hech qanday uniki ahamiyati yo'q. Bizga ahamiyati nima degan vaqtda uniki ichidagi sistema. Ya'ni shu vaqtda Payg'ambar alayhisalom shu Qur'oni Karimning ichidagi shu sistema qarab turib, u arablarniki qilayotgan so'z harakatlarini shu sistemaga sep turib, hukm chiqarib, shu yerda millatning o'zini to'g'ri yetaklab, adolatni turg'izib, shu yerda bir adil bir jamiyat barpo qilgan. Uning o'zi u bizga nemasa hech qanday bir aloqasi yo'q. U arablarga shu zamonga xos narsa. Endi bizga degan vaqtda bizga kerak narsa Qur'onning ichidagi shu sistema, ya'ni prinsiplar kerak. O prinsiplar bilan biz o'zimizning masalasini hal qilish, o'zimizniki madaniyatniki ichidagi narsalarni hal qilish, urf-odat, har xil narsalarimizning o'zini shu o'zi sistemaga ya shu prinsiplarga sep turib hal qilishimiz bu lozim. Uning uchun prinsip butun insoniyatniki. Ana yilqa vaqtida. Ya'ni bu yerda Osiyo nemisida, Osiyo qit'asida asosan meni ko'rganim, ham Afrikada shunday bo'lishi mumkin. Burungi zamonlarda shu Yevropada mashtaqga bir qonunning o'zi tuzalsa, u qonunning o'zini insonlar qonunga hurmat qilmasdan qonunni ijro qilgan odamlarga hurmat qiladigan ishlar burun tortib kelganki. Qonun qilib, qonunni ijro qilgan insonlarga eslab olgan. Undaq ishlar tarixdan buyon bo'lgan. Xuddi shunga o'xshash, misol Payg'ambar alayhisalom va sahobalar o'z zamonida qonunni ijro qilgan bo'lsa,
Qur'onning o'zida u payg'ambarlarga eslanglar degan bir narsa yo'q. Payg'ambar ijro qilgan shu qonun, shu prinsipga eslanglar deyilgan. Desa, bizniki insonlarimiz qanday qilgan degan vaqtda shu prinsiplarni, shu Qur'onningki nizomlarini ijro qilgan shu insonlarniki ish harakatiga eslayotdik. Bunun nima o nimalar endi ma Osiyodagi nurg'un mamlakatlar shunday narsadan foydalanganligi uchun misol biz kichik vaqtda Leping degan bir Xitoyning o'zini bayroqdor qilib millatning hammasini shu Lepingdan o'rganish do'lqinni qo'zg'ab ama shu Sovetdan açtaq ayndaq bir shaxsini o'ydirib chiqargan gap, ashuni o'ydirib chiqarib shuning bilan o'z millatni qonunga nim qildigan, amal qildigan, qonunni ijro qildiganning o'rniga aşı bir tazning aqsiga egishib, shuning o'zi egishinglar, ashuning o'ziga ashuningdek odam bo'linglar deb, aning o'zi haydashchilik qildigan gap. Bu narsa masalan Osiyodagi butun davlatlarda bor desak bo'ldi, hozirgi vaqtda masalan Xinjiangda o'rganish degandek bundaq bir narsa bor Xitoyda. Endi bu Qur'on teoriyasi payg'ambardan o'rganish degan bir narsa yo'q. Payg'ambar o'rgangan narsadan o'rganish bor. Payg'ambar nimadan o'rgangan degan vaqtda Qur'oni Karimdan o'rgangan. Sizlar degan vaqtda sizlarmi Qur'oni Karimdan o'rgana olmaydi. Payg'ambar suv ichgan buloqdan sizlarmi shu buloqning o'zini suv icha olmaydi. Payg'ambarni buloqqa aylantirib olmang deydi Qur'on. Misolda. Shuning uchun bu yerdagi bizda nihoyat muhim bir masala nima degan vaqtda hozirgi 3-savolning o'zida payg'ambarning olsun, sahobalarning olsun qilgan ishlarning hammasi ularning ishi. Lahum ma kasabu Qur'oni Karimdagi oyat. Lahum ma kasabu ularning qilgan ishi o'ziga, ularning qilgan ishi hisoblandi. Va lakum ma kasabtum. Yani bizning qilgan ishimiz yo'q, bizga hisoblandi. Biz o vaqt qanday qilishimiz kerak degan vaqtda payg'ambar alayhisalom o'ng qo'lda tamoq yebdiki, biz o'ng qo'limizni yeyishimiz kerak. Uyga sol putni o'ng putul kiribdiki, taloq sol putul chiqibdiki deb uningni o'rganmasdan Qur'oni Karimdan o'rganishimiz. Yani Qur'oni Karimda bizga nimani bo'ryapti? Buni qilishimiz nihoyat muhim. Chunki buniki nihoyat muhim bir nuqtasi bor. U nuqta nima degan vaqtda payg'ambar Qur'onning o'zini o qadar shunday mukammal holatda ijro qildi degan taqdirdami, hech bir zaman 100% ijro qilinmoqlik. Hech bir inson, ya'ni Qur'oni Karimni emas, har qanday bir payg'ambar bo'lishdan qat'iy nazar, u payg'ambar o ilohiy kitobning o'zini 100% ijro qila olgan bir payg'ambar tarixda yo'q. Uning uchun Qur'oni Karimda nurg'un payg'ambarlar zikr qilingan bo'lsa-mu, o payg'ambarlarning nurg'un yeri tanqidlagan yeri bor. O tanqidlashning sababi nima degan vaqtda shu o'zi buyruqni ya Qur'oni Karimning ichidagi shu prinsip nizomning o'zini 100% ijro qilinmaganligini isbotlaydigan bir narsa ekan. 100% ijro qilinmagan bir ishning o'ziga biz bir ish harakatning o'zini biz o'zimizga din qilib olishning o'zi bu endi nihoyat haddi hisobsiz bir xatolik degan gap. Shuning uchun Qur'on nima deydi degan vaqtda payg'ambar shu Qur'oni Karimga egish orqali, Qur'oni Karimda qil deganini qilish orqali, qilma deganini qilmaslik orqali u nihoyat go'zal axloqli bo'lgan, nurg'un ishlarning o'zini g'albilik oxirlashtirgan, nurg'un muvaffaqiyatlarni qozongan misolda, nurg'un nijotlarning o'zini yetgan misol. Ya'ni mana shu aytgan vaqtda Qur'oni Karim va'da qilgan narsalarning nurg'unlariga yetgan. O nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri eslganligi uchun. Endi bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimni yana bir tarafdan aytgan vaqtda o'zining shu sharoiti, shu jamoatning ichida bo'layotgan ish harakat va ichki tashqi dushmanniki misol ahvol qarab turib, u Qur'onning o'zini shu yerda shu holatda ijro qilgan. Endi bizga degan vaqtda biz shu payg'ambar ijro qilgan shakl bo'yicha ijro qilishimiz kerakmi degan vaqtda aslo unday ijro qila olmaymiz. Ijro qilish aslo mumkin emas, ham ijro qilish xato. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar bo'lgan har bir payg'ambarning o'zi ilohiy kitoblarni o'ziniki zamon va makonda o'ziniki amaliy ahvoli, ya'ni shu jamiyatniki amaliy ahvoliga qarta, ichki tashqi ahvol qarta uni ijro qilgan bo'lsa,
bizmi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni hozirgi vaqtda ijro qilishni qanday qilishimiz kerak degan vaqtda biz agar ashuni tatbiqlashga to'g'ri kelsa, bizmi aynan ashunga o'xshash, ya'ni qanday ijro qilishimiz kerak. Yana shu ishniki, ya'ni ishki tashqi ahvol qarta aniq qanday o'zi shuni muvofiq holatda ijro qilish nihoyatda muhim ekanligining o'zini ko'rsatib degan gap. Asla o payg'ambarni doğurdum deb o'tirib, bu yerda biz uning xalqi zamoni o'tib ketgan. Masalan, payg'ambar alayhisalom shu zamonda Makkaliklar bilan va atrofidagi nurg'un qabilalar bilan siyosatda nurg'unlagan o'z siyosat ep bo'lgan ishlari bor. Ammo payg'ambar alayhisalomning siyosat qilgan siyosati shu zamondagi ahvolga loyiq holatda ep menilgan. Ammo biz ash siyosatni aynan ko'chirib akilib, hozirgi vaqtdagi jamiyatga moslashtirib, hozirgi jamiyat shu siyosatni yapmamız degan vaqtda, hozirgi jamiyatda o siyosat bilan bir sho'rini boshqa qilinmaydi. Misol, o zamondagi ilmlar bilan hozirgi vaqtda bir sho'dijan qilinmaydi. Anaqa vaqtida. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda Qur'on bütün 25 payg'ambarni zikr qilish bilan birga her bir payg'ambar o'z zamonasidagi ahvolga to'g'ri muomala qilganligi, nurg'un sahada, nurg'un o'zi 80-90% ashunday o'z to'g'ri muomala qilganligi va masalani to'g'ri hal qilganligining o'zini bizga bayon qildi. Bu bayon qilishi nimani ko'rsatdi degan vaqtda bizmi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga zamonimizdagi masalalarni to'g'ri sola olgan vaqtda masalalarni to'g'ri hal qila olganligimizni ko'rsatdi. Ya'ni u payg'ambar alayhissalom zamonida bir o'zi qo'yib qo'ygan bir andizning o'zini biz hozirgi vaqtda akilib, o zamondagi chaponlik andizni akilib, hozirgi vaqtda mashu andiz bilan biz kostyum burolka tikimiz desak, o kostyum burolka bo'lmaydi o narsa. O boshqa bir narsa chiqadi u yerda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimning ichidagi prinsip aslo o'zgarmaydi hech bir zaman. Ammo uni ijro qilish, uningga tatbiqlangan masalalar davomli o'zgarib turadi. Ya'ni bir zamonda yashayotgan bo'lsakmi, ya'ni hozirgi zamonda masalan 2025 da yashayotimiz. 2025-yilning o'zida ham Londondagi vaziyat bilan masalan Afrikadagi yoki Somalidagi bir vaziyat ikkisi bir-biriga o'xshamaydi. Shu vaqtda masalani hal qilgan vaqtda qanday qilamiz degan vaqtda Londondagi masalani Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asosan Londondagi sharoit qarta hal qilish lozim. Somalidagi masalani degan vaqt Somalidagi masalaning o'zini Qur'ondagi shu prinsipga asosan Somalidagi sharoit qarta hal qilish lozim. Shu vaqtda u masala to'g'ri hal qilingan bo'ldi. Ya'ni shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozir her bir qilingan ish shu zamoniga mansub bo'ldi. Ya'ni Qur'onning nemisi arabning degan vaqtda bay degan o'xshash so'zi, yezig'i va payg'ambar alayhissalom sahobalarning shu zamonda qilgan ish harakatlarining hammasi shu arabning shu zamonda qilgan ish harakatiga mansub bo'ldi. Va o payg'ambar alayhissalom qo'llangan shu prinsiplar bütün insoniyatga o'rtaq bir narsa bu hisoblandi. Ya'ni insoniyatga o'rtaq bo'lgan narsa nima degan vaqtda prinsip. Herkes onundaki ish harakat o insoniyatga o'rtaq bo'lmaydi. Bunun oxiridagi savolning o'zi Uyg'urlar Qur'ondan qanday qilganda unumli foydalana oladi degan savol ekan endi. Bu savolning o'zimi shu boy deganga o'xshash Qur'onning o'zini biz 1400 yil burungi bir tushunchaga xoslashtirib, 1400 yil burungi ijroatga xoslashtirib, ijroat to'g'ri deb o'tirib ijro qilgan vaqtida yoki masalani ashunga tatbiqlash orqali hal qilamiz degan vaqtida u aslo masala hal qilolmaydi. Boy deganga o'xshash bir shodining masalasini hal qilolmaydi. Agar biz o Qur'oni Karimdagi o prinsiplarning o'zini hozirgi zamondagi turayotgan makonimiz, turayotgan jamiyatimizdagi masalani shu o'zi nimaga Qur'oni Karimdagi shu prinsipni sepib turib hal qilgan vaqtimiz degan vaqtida u vaqtda masalani to'g'ri hal qila olamiz. U vaqtda Qur'oni Karimdan qanday qilamiz degan vaqtda to'g'ri foydalana olamiz. Yana bizda nurg'ulgan ishlar bor, misol payg'ambar alayhissalom o'z zamonida musulmonlar bilan shunday o'zi yaxshi o'tgan va atrofidagi qabilalarda nurg'ulgan o'zi qabilalar bilan ittifoq kelishimi tuzish orqali
ulardan nurg'ulg'an siyosatni to'g'ri o'ynaganligi uchun foydalana olgan misolda. Hozircha degan vaqtda Qur'onni o'zini shu siyosat sohasida nurg'ulg'an o'z xato bundaq tushuncha bo'lganligi uchun faqat o'z qavm qarindoshlarimiz yoki dinga ishonadigan insonlardan foydalanish lozim, shular bilan ish birlik qilish lozim degandek bundaq xato bir qo'llanish bo'lganligi uchun bizniki Qur'oni Karimdagi shu siyosat sohasidagi prinsiplardan o'zi to'g'ri, unumli o'zi foydalanmay kelyotishidagi sababi bu. Agar ashning o'zini biz qandaq vaqtda to'g'ri foydalanamiz degan vaqtda uniki dini hech qanday bizga aloqasi yo'q, e'tiqodi hech qanday bizga aloqasi yo'q. Uniki o'zi insonligidan, ya'ni qanday foydalanamiz degan nuqtaga Qur'oni Karim ko'rsatgan bo'yicha biz amal qilgan vaqtda deganda Uyg'urlar o vaqtda o Qur'oni Karimdan nihoyatda unumli, masalan, foydalana oladi. Allah razı olsun. Hem de şu Kur'an'ınki tili, Arapça, ama onun içindeki uçur, onun içindeki prensipler bizge münasebetlik kısmı şu hem de dedik. Ama hazır bizde Kur'an'ı şu vaktiki Araplar nicatlığa eriştiğen nerse şu Kur'an, Peygamberninki nimelerde hadislerge ergiş veriş gibi bir yak tutulsun. Aşı Kur'an'ı yazılı veriş. Aşıdan kiveliş değil mi şu? Düşenmesin mi şu? Moşu en çok ibadet katar üteplilik değil mi şu? Hazırsında davet kandak aslı onun içindeki mezmun, onun içindeki prensiplerden biz önümlü faydalanışını bilişimiz gerektiğini dediler. Allah razı olsun. Hem de kandak kılganda mesela Kur'an'ın tercüme ve tefsirlerine kandak muamele kılınış lazım. Hazır hem de kaldığımızda mesela Muhammed Salih Damallam'ın burunmam da Uygurlar şu 9. 10. əsrdə Kur'an'ı tercüme çıkıp diken. Bugün bazı materyallarını izlep tapdım. Hatta şu vaxtki satır arası Kur'an. Tuncu Türkçe, yani Uygur Türkçesi de, Karakallah Türkçesi de tercüme kılınıp diken Kur'an. Onundan keyin şu hemimiz bilimiz hem de Muhammed Salih Damallam tercüme kıldı. Aşı çağlarda hem de Kur'an tercüme kılınsa bombaydı da Kur'an'a karşı bir nas şekilden kaptı ki cemiyet için. Şunun tercümesini oturup çıkırış için nurgulagan mollamlarının nimelerini elip imzalarını için. Ola vay şu tercüme kısı buludu degen dinkin halkka kabul kıldırılıp degende. Şuna boğan taqdirde yine halkның arasında mı Kur'an'ın tercüme kılınsa bolmaydı bu bek ulu kitapta deydigan onun tercümesi arkalık Kur'an'ı düşünüşke tirişinin üzerine Kur'an'ın Allah'ın demekçi olan yetküzgen nimesinin kayıp gitişlik apırdı da bunda hata düşünceli var. Bunun kanda karayımız. Onun o şu aşağı adamlık nazarda toğra endi. Nima uchun degan vaqtida ularniki tutayotgan dini ayrim bir din Qur'onni o Qur'onning o'ziga qaytgan vaqtida u dindan qayib ketganligi aniq endi. Shaxsan men qayib ketdim misol. Ashu an'anaviy dindan qayib ketdim misolda. Qur'onning o'zini ashu yaxshi tarjim qilishni bilgan odam u an'anaviy dindan qayib ketdi endi. Ular ashu an'anaviy dindan qayib ketmaslik uchun ko'rsatayotgan bir tirishchanlik mana bu vaqtida. Mening farzimda. Bo'lmasa bu Qur'onni bir arabcha kitob bo'lsin, bir o'zi deydi. Bizga o payg'ambar alayhisalom unda haqoratlarni qilmadik. Ular u qadar haqorat qildiki, xat yozishni bilmaydigan, shundoq bir o'zi savodsiz qarqo'saq bir odam deb hisoblaydi. Ama shu hech nima bilmaydigan, hatto xat yozishni bilmaydigan bir odamning o'zi tushungan bir Qur'onning o'zini boshqa insonlar tushunolmaydi misol. O Peygamber Aleyhisselam onu faqat hamma yeri oliy maktab bitirib kelgan ziyolilik o'qib bergan emas, uni malchiliga, tijoratchilikka o'qib bergan kitob bu. Shu malchilar hammasi shuni o'zini dehqonlar hammasi tushungan shu vaqtda.
Demek ki nima degan vaqtda Qur'onning o'zini insonlar tushungili bo'lgan bir kitob ekanligini o'sha yerda ko'rib oldi degan gap. Ya'ni uning ustiga Qur'onda e, men uni o'qiganlik uchun nima qilyapman? O'sha ashir mualliq deymiz, sabiy mualliq deymiz. Shu nimilda shu kitoblardagi lug'atda ajoyib ham ig'ir lug'atlar bor-da, shu kitoblarda. Lekin bu Qur'onda cho degan vaqtda Qur'onda hamma odam bila oladigan holatda bir bo'lganligi uchun buni nim bor esa xalq tilidan deganda xalq tiliga o'xshash misol. Ko'chada hamma odam tushuna oladigan shunday holatdaki shunday mashhur shunday tillar bilan qurashtirilgan bir kitob misolda. Zag'ri til yani. Zag'ir til mana aytgan vaqtida. Masalan, men Ziyolilning ichida nurg'unlig'an o'zim shu so'zlagan vaqtida men tushunmayman. Ba'zan nurg'un gaplarni qildi, shu u nimani bildirdi, shu narsani men bilmay qolaman-da. Ammo Qur'onda unday narsa yo'q. Qur'onda shu deyilgan narsa zaten aynalloh arabchani bilgan odam, yaxshi bir grammatika narsalarini bilgan odam bo'lsa, u Qur'onning o'zini tushunib keta oladi. Yeni birisiga yeniqi ba'zi narsalarni men shunda o'ylab qoldim, meni kallam kelgan xiyol shuda hozircha men ochib degan qism. Mesela Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı yetkizdi tamam. Yetkizgen takdirdim ha. Kur'an'daki barlık ayetlerini %100% onun düşünüşümü çok. Çokum Allah'ım ile devat edepçi. Anda kılışımı hacetsiz de. Aynen öyle. Elbette. Misal Qur'onda bor bir qism oyatlar-chi. Yas'alunika anil ahillar deydi-da. Ay to'g'riliq, ya'ni yangi chiqqan ay to'g'riliqni so'raydi. Shu vaqtda qul hiya mawaqitu lin-nas vel haj deydi. Ular sen u ay bilan insonlar hajni vaqtini bekitdi va o'ziga boshqa bir vaqtlarni 5-oyning 10-kuni faloniyaga borma yoki olmaydi 6-oyning faloniyaga borma deb mana o'ziga vaqt belgilaydigan bunda bir narsa deb javob berdi. Bu to'liq zot qiyomat qoyim bo'lishlik shunday mukammal bir javobmi degan vaqtda unday emas bu. Sababi nima degan vaqtda u vaqtda insonlar oydan oshinchilik foydalana oladi. Birinchi oy kirdi, ikkinchi oy kirdi, birinchi oy 10 oldu, ikkinchi oy 15 oldu degandek ashanadan birinchi oyning 10'ida faloniyaga boramiz, faloniyaga masalan 11-oydan boshlab birinchi oygacha araliqda 2 oy misol haj vaqtida bekitib olgan shu so'z tijorat qilish uchun shu vaqtda masalan shu nima ko'rib, Makka ko'rib biz tijorat qilamiz degan shunday vaqtni belgilashdan boshqa hech qanday oy shariq chiqib u yer oltin bormi, kumush bormi, bundan foydalanadigan bir nimasi yo'q edi vaqtida. Yo'q bo'lganligi uchun uningga shu vaqtdagi insonlar foydalanolgidek, ya'ni shu vaqtdagi insonlar qabul qilaolgidek bir seviyadagi narsaga javob berishlik Qur'on. To'g'ri. Agar uningga hamda hozirgi vaqtda oyda andaq narsa bor, mandaq boylik bor, uning o'zi moshundaq bir narsa yasasak, aşağıya chiqsak, oltinni ko'lab tutsak, andaq beyib ketimiz desa, Peygamber Aleyhisselam Qur'onning o'zini o'qib berayotgan vaqtning o'zi sarang deyotgan odamlar u gapni qismini deydi shu vaqtda. To'g'ri. Payg'ambar ketib qolibdi bu demamdi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, Peygamber Aleyhisselamning nurg'ulg'an Qur'oni Karimdagi oyatlarga bo'lgan tushunchasining o'zi tushuntirishi insonlarga shu zamondagi insonlardagi amal ahvoli qarta shu sharoitni shu insonlar ko'tara oladigan narsa ko'tara oladigan nima seviya bilan tushuntirgan misol. Masalan, hayvonlar to'g'riliq bir oyat bor-da. Shu oyatning ichida vel khayla vel biqala vel hamira literkabuha ve zina deydi. Aş hayvanni bir tarafdan zehri qilib kelib, qo'y naslining o'zini zehri qilib kelib, uni kelqi terisini foydalanishlar, jo'ndan foydalanishlar, andaq deb uni foydasini so'zlab kelib, ot eshak qachak kelgancha uni minib foydalanishlar deydi. Misolda. Hamda agar hozirgi sharoitda o'sish desa, hozirgi Yevropaning sharoitida hamda mindigan qarta ot eshakni hech kim zikr qilmaydi hozirgi vaqtda. Mashina va hozirgi vaqtda. Peygamber Aleyhisselam şu vaqtda o ot eshakni qo'yinglar, u narsaga osti bilmaydigan narsalar u
Muşundaq maşına 4 jaq var, mındaq maňydigan näsli var, ak kök digen bolsa hännimde aýtyp bardy. Demek bu ýerdeki näs nime diýen wagtda bu ilqi nime ilqi prinsip özgermeydi. Prinsip nime diýen wagtda paýdalanyş. Şu ýerde paýdalanışyň özüne belgilegen. Prinsip özgermegen. Hiç qanday bir wagt maşina alsakmy, maşinadan maksat nime dese paýdalanış. Eşekni, keçirini, atny bekişimiz sebäpmi onundan paýdalanış boldygan gep. Koy bekişimiz, kaly bekişimiz hemme näse paýdalanış üçin kıldygan gep. Bu ýerde hemme näse nime dese bir tal özü näsini oturup goýuklyk paýdalanış digen näsini özüne. Prinsip bu. Hatta Kur'an'ın üzümü şu paylanış için. Onun için bu ýerdeki näse nime diýen wagtda ilqi o zamanda bir näse zikir kılıngan bolsa, onun özüne kıyamet kaym bolsa kuşki egi kılma dep, onun başka bir mana veriş hiç qanday hajat yok. Misal, men bir kısım terjimilde, bir kısım elagillerimizin terjim kılgan, yoki bir kısım Araplarning kılgan terjimesimi köge ýerlerim bolgan, bek zamanywy terjim kılgan kişi bolup, vel adiyat zebhen fel muriyat qadhan diyen ayetlerin özüne hazır zamandaki tankı zemberek misal, raketa, aeroplan koş näse bilen qasam dep mundaq terjim kılıç gerek diyen doğrulukçu. O hiç bir hacet yok näse. Mesela şu wagt at anyň özü düşmendeki içige çepkirip atkan şu wagtdagi çewendazlar kılıçny götürüp şu düşmenige qarta etlip kirip ketip atkan bir jarýanyny tasvirlegen bir ayet misal de. Hem onun özüne şu zaman has bir vakalikini nim kıldı. Düşmenge kandak takabül turuş bir prensipini oturup koydu. Hem hazır kahlatçı digen vaqtda hazırmı sen öz at minip aşı kılıçını götürüp jürev digen gep emas. Şu zamanda şunda kılıç gerek idi. Hem hazır zaman çözü hazır zamanda o at eşeğinin özünü koyup düşmenge takabül turuş diyen prensip özgermegendekin kandak näsel takabül turmuz o vaqtda. Hazır zamanda düşmenge qarşı näsel takabülsek önümlük boludu. Bunun özüne oturup koyduğun gep misal. O vaqtda ayetniki prinsipi hiç bir zaman akıl kalmaydı. Tamam. Rahmet. Prinsipi hiç bir zaman akıl kalmaydı. O kılıngan işler şu zamanda kepkeliverdi. Mesela bunun 50 yıl, 70 yıl burunki işler misal qalsak misal bizniki Şerq Türkistan inqilabı G'o'jida bolgan şu nemeniki o 33. yıldaki inqilablar hemmesi ilqi tumşuqdan okny qaçılaydigan miltiqni işletken şu wagtda. Hemmesi avtomat, beşyatany işletken yeri yok. Hem şu zaman mesela okya atkandan ağı min az yaxşı. Hem de hazırki wagtda aş beşyata şu zamandaki tasdiq pilmotl deyimiz kinolda köretdik misalda. Aş näsini oturgan nıqıp aşnama uruş kılalamdı. Bolmaydı. Hazırki zaman başka. Bu ýerdeki näsini modise düşmenge takabül turuş diyen prensip hiçbir zaman özgermeydi. Meyle adamı taş devri olsun, meyle ozu kiyinki otur zaman bolsun, hazırki terakkan zaman bolsun ve bunun kiyinki kançılık terakkan zaman boluşunu qat'i nazar prensip asla özgermeydi. Ama o ýerdeki işletildiğin näse, kılındıgan iş o davamlıq şu zaman ve şu makan has oldu. Onun için bu ýerdeki näse nime diýen wagtda Peygamberden ögündiğin näse prinsip amel kılış. Bunu nim kılış lazım. Peygamber şu prensip boyunca iş kılışta naati çın tugan adam. Mene şu boyunca Kur'an-ı Kerim'deki şu prinsipke amel kılış, şu prensip boyunca iş kılışını özümüzge nizam kılsak bu naati doğru oldu. Ama Peygamber şu işini kılganki edip şu işini muşunda kılganki mesela tögü minip berip kılganki atka eşek minip berip kılganki edip biz at minip alsak, eşek minip alsak hazır wagtda hiç qanday işini kılamaymız diyen gep. Şunun için bu ýerdeki näse nime diýen wagtda Kur'andan önümlük paýdalanışdaki ýoly, Kur'an'daki prinsipini ýaxşy biliş gerek. Siyasetde mesela nurgulgan aşı biz prinsip doğruluğun toxtalymyz, məxsus prinsip doğruluğun toxtalymyz diyen bir gepni qantyk o doğruluqda toxtalmadyk. Amma siyaset doğruluğu misalda işki taşqy siyaset doğruluq nurgul qatim dedik. İşki siyasetde adalet, taşqy siyasetde menfaat. Kur'an-ı Kerim bunu oturup koydu misal.
Bu peygamberin zamanısı mı? Şundaktı mesela Nuh Aleyhisselam zamanı olsun, İbrahim Aleyhisselam zamanı olsun, kandak bir zaman olsun, şu zamanda mı şundak olgan, hazırki bütün devletindeki siyaset hem şu, taşkı siyasette menfaat, içki siyaset adalet. Adalet olmayan devletin hemmesi de zulüm. O millet onun kakşaydıgan gap. Misal. Talep kılındıgan nesi bu? Yani taşkı siyasette menfaat talep kılındı, içki siyaset adalet talep kılındı. Bu hiçbir zaman özgermeydi. Peygamber Aleyhisselam'ın kurgan devletin muşu prensip üstü kurulgan devlet ve ondan keyin mi her kandak bir tinçlik üstüge kurulgan devlet olsa, benim muşu nesinin üstü kuruldu. Mesela Avrupa'daki devletinin hemmesi asasen o'zi uniki bir qism qonunlarni hisob qilmagan vaqtda adolat usti qurilgan davlatlar. Misolda insonlik usti qurilgan. Yani unda bo'lgandan keyin bu yerda islomga zid kelmaydi degan gap. Yani demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtda, masalaning o'zi kelgan vaqtda biz davomli Qur'oni Karimning prinsipini ching turishimiz lozim. U qilgan odamlarning ishiga eslamasligimiz lozim. Öldü o lepongda o vaqtda ölüp ketdi. Onunla esniliş qilishganda hojat yo'q. Şu ya muşu to'g'riliq emdeliki biz qanday qilgan, qaysi usulda qilgan, qanday qilgan deb shu nimasiga eslab oldik emas, ama nima uchun qilgan degan savolning javobini topa olsak, undan keyin biz uni shu aşağıda qilgan ishni hozirgi nimamizga akilib, uni andan keyin hozirgi tatbiqlab qo'lini olaydi ekanmizda. To'g'ri. Bo'lmasa qanday bilan qilib qilib nima uchun degan bu muddao, bu hikmat, bu prinsip, bu farqqa aylanib ketdi ekanda. To'g'ri. Endi mushu dunyodagi davlatlarni mandaq benim qisaqma bir bayqısaq muşlarni qilgan ishlardan misol Yevropaning ichida 20 dan ortiq davlatlar hammasi mush Yevropa ittifoqining nurg'un shunday nima demokratik davlat deb qaraymiz. Ashniki hammasiga misol bizniki odamniki nurg'unlari hammasi o'xshash bir tuzumning ichidagi davlatlar degandek mandaq qaraydi. Lekin uni tegi-tekni biz surishtirib kelgan vaqtda ashning ichida yana o'xshamaydigan mandaq holatlar bor. Ba'zanlari mesela maqaqning o'zi liberal demokratik tuzumdagi davlatga ma'vu Angliya. Ba'zanlari sosyal demokratik davlat. Mesela Kanadaga o'xshash nima, Norvegiyaga o'xshash davlatlar sosyal demokratik davlatlar hisoblanadi mesela. Xuddi shunga o'xshash nurg'unlar ichidagi qurashtirilgan narsa o'xshamaydi. Ammo tuzumlar nurg'unlar tuzumlar yozilgan tarixda yozilgandiki ma aqlli insonlar bo'lg'ashqa bu haqning o'zi ash tuzumlardan o'ziga foydali bo'lgan taraflarning hammasini uzib elib bu yerda butun bir tuzumning hammasini bir davlatga tuzum qilib olmasdan shu aningni yerimini, maning yerimini yoki aniki bir anidan bir satr, maningdan bir satr deydi. Shunday qilib yurib mukammal bir tuzum holatiga kelganda shuning bilan o'zi bu davlatning o'zi unda taraqqiy qilish bosqichiga kirgan. Xuddi shunga o'xshash bizmichu degan vaqtda Qur'oni Karimniki bu prinsiplar nihoyat mukammal, bak ilg'or prinsiplar mana shu vaqtda. Shu prinsipni biz qabul qila olgan vaqtda bila olgan vaqtda birinchi qabul qilish ayrı qilib qolsin, birinchi bilayni shuning o'zini hozir diniy olimlarni Qur'oni Karimning ichidagi o'g'irib qo'ygan prinsip nima degan vaqtning o'zida bir og'iz gap deb berolmaydi. Tajovuzchiga bosqinchi qo'ygan Qur'ondagi prinsip nima desa deb berolmaydi. Misol, siyosatga, ichki siyosat qo'ygan prinsip nima, Qur'onning prinsipi nima desa deb berolmaydi. Iqtisod qo'ygan prinsip nima desa deb berolmaydi. Chunki shu prinsipni bilmagandan keyin u prinsipga asoslanib turib, masala hal qilishni asla bilolmaydi degan. U uchun u masalani hal qilishniki birinchi beshi nada degan vaqtda beshi prinsipni bilish lozim. Qur'oni Karimning ichidagi har narsa qo'yilgan prinsipni bilish lozim. Uningdagi masalani prinsipga tatbiqlash usulini bilish lozim. Shu vaqtda u ikki narsani bilgandan keyin misolda u netinch o'zil chiqadi. O'sha yerda. Prinsip shundaqla o'zi nimaning o'zini bu atgan masalani shundaq saqandan keyin
u masalaga berilgan javob menemen deb chiqadi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida o'qib qo'yish emas, arabcha bilib qo'yish emas, bu yerdagi eng muhim narsalar prinsipni Qur'oni Karimdagi payg'ambar bilgan prinsipni bizning bilishimiz lozim va jamiyatga har qanday masalani o'zimizdagi masaladan tortib jamiyatimizdagi masalalarning hammasini prinsipga sola oladigan va uni to'g'ri bir hukm bilan ta'minlay oladigan mundaq bir holat olimlarda shakllanishi lozim. Shu vaqtda biz Qur'oni Karimda qanday qilamiz degan vaqtda nihoyat yaxshi foydalana olamiz. Olimlarniki tekrar deydiganimiz shu. Qur'oni Karimning ichidagi iymon, e'tiqoddan tortib, ibodatdan tortib, toki ijtimoiy masalalardan tortib hammasi qo'ygan prinsipni o'rganish lozim. O'rgangan vaqtda uni bilib bo'lgandan keyin, unidagi prinsiplarga masala tatbiqlashni o'rganish lozim. Zaten u uchiq turdi Qur'onda. Qur'oni Karimning ichidagi payg'ambarlarning voqealigi va payg'ambarlarga qarshi turgan dushmanlarniki voqealigining hammasi shu prinsiplarga selingan voqealik hisoblandi. Shu prinsip selinganligi uchun uni qarshi ya to'g'ri ya xato, u jahannamga bordi ya jannatga bordi deb hukm chiqarildi oxirsida. Bo'lmasa u yerda u boshqa bir narsa yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz birinchi nuqta nima degan vaqtda Qur'onniki prinsipini, ya'ni nurg'un odamlar bor, e'tiqod sohasida bir qism prinsiplarni tushunuklik, ammo u ahkam sohasida hech qanday prinsipni bilmaydi misolda. Allohning bor birligi deymiz, va kazalqi an qism mushrik bo'lib ketdi, man qism mo'min bo'lib ketdi degandek, an qism musulmon bo'ladi degandek bundaq narsalarning o'zini bilgancha odamlar bor. Ammo jamiyatga ijtimoiy jamiyat bo'layotgan ishlar to'g'riliq bo'lgan prinsiplarning o'zini o'tirib qo'ymoqlik. Nurg'un odamni qo'ymoq, nurg'un olimlar. Shuning uchun buning o'zini bilish nihoyat muhim. Butun payg'ambarlarning tutgan yo'li shu. Prinsipni biliklik, prinsipga mas'ul o'zining oldida bo'layotgan mas'ulni shuni prinsipga selish orqali bu majlik to'g'ri, majlik xato deb prinsipga bir jil, bir tarozi misolda. Shu yerda o'zi mancha gram keldi deb lekin uni hisobotni bergan gap. Bundaq o'zi muhim narsa. Shuni Qur'onni o'qib qo'yish, Qur'onni tarjima qilib qo'yish, u muhim. Ammo uning ichidagi mag'izni bilolmagandan keyin, andaki uningki hozir nima deydi desa, u payg'ambar alayhissalomniki hadisini deydi. Payg'ambar alayhissalomning hadisi emas u. 250 yil keyin yozilgan narsa qanday payg'ambarning hadisi bo'ldi. Shu hadis bo'lmasa u hukm chiqara olmaydi deydi. Nimishqa? Chunki bilmaydi. Prinsipni bilmaydi, prinsip masalani tatbiqlashni bilmaydi, tatbiqlash orqali hukm chiqarishni bilmaydi. Unda bo'lgandan keyin u yerda masala hal bo'lmaydi degan gap. Masalani hal qilinmagandan keyin, hal qilish yo'lini bilmagandan keyin hal qilib qo'ygan naq o'z nonga yuguraydi. Chaynab qo'ygan nonga yuguraydi, ashga ko'rib shu nonni og'ziga sepib, ashnaga yurgan gap. Paloni olim andaq debdi, pustan olim mandaq deb. O'zi hech qanday qo'saq hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun olimlarniki bek diqqat qilgan narsasi bir narsani o'qish muhim. O'qigandan keyin uniki markaziy ideyasi degan bir narsa bo'ldi, uniki maqsad degan narsa bo'ldi. Misolda, bu narsalarning hammasining o'zini yaxshi tushunish bu nihoyat muhim. Masalan, biz adabiyot o'qigan vaqtda davr oldi ko'rinishi, davr oxir ko'rinishi, yozishning maqsadi, shu mavzuniki nemasi mazmuni degandek shunday 4 xil narsalar ustida, masalan, bir mavzuning o'zini aniq qilsa, mush 4 xil usulda uning bir nima yozatdik misol. Buniki maqsadi qanday, buniki ma'nimiz qanday deb bir narsa yozatdik. Xuddi shunga o'xshash bu Qur'oni Karimda misol dalalatun nas, iqtizoun nas misolda iboratun nas, ishoratun nas degan narsalar bo'ldi. Shuning o'zida Qur'oni Karimni o'qiymiz, bu Qur'oni Karim masalan iboratun nas bo'lgan bo'lsa, u vaqtda iboratun nasning iboratdan biz nemini shu yerda foydalana olamiz. Misolda iqtizoun nas degan vaqtda iqtizoun nasning iboratning o'zidan bundan keyin nemani taqozo qilmoqchi u. Buning o'zini tushunish lozim bu yerda. Misol. Davr oldi ko'rinish, davr oxir ko'rinish degandan keyin davr oldi ko'rinishda u oyatniki oldidagi narsalarni nimalarni bizga so'zlab beryapti. U yerdagi naq maydonda nimani ifodalamoqchi? Iborat nas, iqtizoun nas bundan keyingi davr oxir ko'rinish degan bundan keyingi davrlarga nimani ishorat beryapti?
Bu narsalar nihoyat muhim narsalar. Adabiyot o'qigan odamlar bunday narsalarga diqqat qiladi misol. Shuning uchun bu sohada Qur'oni Karim nihoyat mukammal bir kitob. Biz uni qanchalik tushundik bilmaymiz ham. Nihoyat oz qismini tushungan bo'lishimiz mumkin. Ammo tushunishga izlanish lozim. Shu vaqtda bu Qur'onning ichidagi bu mazmunlarning o'zini hal qila oladi yana. Bu mazmunni hal qilgandan keyin jamiyatdagi masalani hal qila oladi. U vaqtda o'zining olimligini nima qila oladi degan gap. Olimlik vazifasining o'zini ado qila oladi yani. Sınavda şunda yakınga kilişleriga nechu. Men hazır xayolimga keldi-da, burnimni o'ylaydim. Sizinki shu hukumatning maktabida o'qib sağanliklarining foydasi tegdimikin deb o'yladim shu. Chunki siz maktab bunda desam boshqa o'ylamasin. Chunki bizning o'chaqdagi o'qituvchilarimiz bizga bir narsa o'rgatgan bo'lsa, hech bo'lmasa adabiyot darsi orqali biz adabiyot tarixi orqali o'zimizning millatini, milliy g'ururini, shundaymi? Nurg'un narsani o'rgandik. Ondan keyin bir hikoya yoki bir she'r yoki bir daston o'qilgan bo'lsa, mushu bayat degandek, buniki davr arx ko'rinishi, oldi ko'rinishi, maqsad nima? Shundaymi? Yozuvchining maqsadi nima? Bu yerdan biz oladigan dars nima demoqchi kelmishligilarga. To'g'ri. Shundaymi? Markaziy ideya nima zodi buningda? Degan mushu narsalarni titib ashunda qilib aytimizda, shu bir nima. Her bir misalda uniki o davr oldi ko'rinishi, davr oq ko'rinishi, yozuvchiniki hissiyoti, o mavzuniki maqsadi degan narsalarni hammasini ayrim poch qilib tushunmagan vaqtida u o'quvchi bir narsa tushunmaydi. Uning uchun Qur'onning o'zida biz o'tgandagi darslarimizda misol iymon, islom, shariat degan narsani ayrim mavzu qildik-ku. Biz tarixdan bu yer o'rganib kelgan narsa nima bo'lsa, iymon, e'tiqod, shariat degan hammamiz bir tal narsa qatorida o'rganib keldik. Iymon nima desimi, zodi bir odam la ilaha illalloh desa bo'ladi deydi. Islom degan nima desimi, ya'ni shuni deydi, misol bir odam musulmon bo'lmoqchi bo'lsa, qanday musulmon bo'ladi desa, u odam shahodat keltirish kerak deydi. Ammo Qur'ondagisi qanday o sen uni deyotsa, Qur'on uni nima deydi desa, uni javob beramaydi odatda. Shuning uchun o'zi Qur'onda mu'min deymiz, kofir deymiz, munofiq deymiz. Misolda mu'min deymiz, musulmon deymiz, shariat deymiz. Misol buning hammasi ayrim bir masala. Shuning uchun har bir nuqtaning o'zini Qur'ondagi har bir kelimani shu kelimaga munosabatli oyatlarni hammasi to'plash orqali tushungan vaqtda u yaxshi tushungan bo'ldi. Misol Tabbat surasi Qur'oni Karimda Abu Lahabni pipan qilgan bir sura. Misolda Abu Lahabga mandaqchi jahannam kiradi deb deydigan bir surada u surniki o'zi misolda Abu Lahabga qartilgan. Uniki davr oq ko'rinishini biz misol qilgan vaqtda uni tushungan vaqt qanday tushunimiz degan vaqtda kimki Abu Lahabning ashishni shu Abu Lahab borgan jahannamga adresga boradi deb tushundigan gap edi. Qisqa qilib o'zi tushundigan vaqtda. Bizga Xudo u yerda Qur'onda Fir'avnniki, Musa alayhissalomning yangi odamning hikoyasini nima so'zlab berdi? Faqat u yerda u voqealikni biz bilib qo'yish emas, u voqealikni shu odamni ishini qilgan odam, ya'ni shu odamlar nimaga asoslanib turib shunday bir ishni qildi? Biz shu asosga, shu payg'ambarlar asoslangan narsaga asoslanib turib, mush jamiyatimiz shunday bir ishni qilgan vaqtida qanday natijaga erishdik? Davr oq ko'rinishini mana shunday narsa uni. Keşke Musa alayhissalom oyga berib turtdi, chiqibdiki, oyga berib Fir'avnni halok qildi. U necha ming yil burun o'tgan narsa bizga hech qanday foydasi yo'q uniki. Quruq hikoyadan boshqa hech qanday narsa yo'q. Ammo bizniki hozir oldigan foyda nima u yerda? Degan vaqtda undan biz o'zimizga dars chiqara oladigan bo'lishimiz lozim. Shunga bu yerdagi narsa nima desa, bu adabiyot o'qigan bizniki nurg'un odamlar shu dinda o'qigan odamlar ichida hali oliy maktab bitigan yoki hech bo'lmasa 10-sini bitigan odamlar hali bor. Jihlari o'qimaydigan bir maktab, diniy maktabda o'qigan bilan bir qism shu hali 10-sinfni hattoki shu nimaning o'zida nima deydi, oliy maktabning bir daraja tuvan turgan
O'ttir texnikum. Texnikumlarni pütügen adamlardan mı uqalları var mısın? Aş adamlı mı? O Kur'an'da aş hikaye katarda aynı özü Musa Aleyhisselam anı kıldı, İsa Aleyhisselam anı kıldı. O Pir'ön anı kıldı, nim falanı Ebu Leheb anı kıldı hep aş hikayesini eğitim ötkediğin gepte. O hikaye eğitişi ayrı bir mesele. Hikayenin şu zamanda qartılgan terpi var. Onundan keyinki zaman qartılgan terpi var onunki. O qaratmaq taraflarının özüne insanlar onu düşünüş gerek. Onundan paydını alagan gep. Bo'lmasa ularni qilishini so'zlash orqali bizga nima foyda keldi misol? Foyda keldimi? Masalan, payg'ambar alayhisalom sahobalarniki shu hikoyalarni o'qish orqali biz qaysi foydani oldik hozirgi vaqtda? Hech qanday foydalanmadik. Agar biz shuniki davri oldi ko'rinish, davri oxir ko'rinish uning oldigan mag'zini joyida elib o'zimizga ishilta olgan bo'lsak, vaqtda biz foydalangan bo'lardik. Foyda emas, ziyon oldik. Ziyon elib hatta Albatta. dindan Nayt chiqib eg'ir olib ziyon ketdilar. oldik. Haqiqatda bu dinni yaşayolmaydı ki. Bu 1400 yıl burun deple biz çüşügünümüz bilen aşına kanca suyunu içip üzümüzce ayna kılıp etsek mi? Yine bir çirişip kessek mi? Yine biz bu dini yaşayamaydık emmiz. Albatta. Çıktıdıgan bularlar. Elbette yaşayamaydı. Çünkü biz yaşayalayımız mı? 1400 yıl burunqi nisbat berilgan hikoyaning o'zini mushtaq yashadi desa siz berib yaşayalım şu dinde. Misal asla yaşayolmaydı. Yaşayılıp bo'lmaydigan bir narsaning o'zini mushtaq yaşaymiz deb zo'laqliq şu odamning o'zi shuni yaşaymiz deb tabliq qilayotgan insonlarmichu shu deyilayotgan bo'yicha yashamoqlik o'zim yaşayamoqlik odatda. Peygamber Aleyhisselam şaplaqdak iPhone'ni tutib yurganmi? Kompüterini tutib yurganmi? Mashinani o'ynaganmi desam shu yerda ishi suvchilishida. Peygamber Aleyhisselam yaşagan zamonda hech birisini yaşamoqlik. Yaşayamaydigan bir narsani insonlar yashaysa deb tabliq qilishning o'zi bu qanday bir mantiq misol. Bu aql degandan asar yo'q insonda degan gap bu. Allah razı olsun. Haziremde tamam Kur'an'ın tercüme tefsirleri kanına muamele kılış lazım diyenle asasen onu dep oldular. Yo'q, shuni qilayli. Biri kam qagaya olsa. Qur'onniki tarjimasi to'g'riliq men shu sizlar bilan Fitrat TV'ni vaqtim biroz to'xtalgan. Qur'onning tarjimasini hamda bizniki olimlarimiz tarjim qilyapti. Tarjima 5-6 tarjim qilingan bo'ldi deyli. Hamda bu yerda tarjim qilgan vaqtda uniki mazmuniga sodiq bo'lgan holatda tarjim qilish oz sonni egallaydi bu tarjimaning ichida. Mayli Mehmet Salih Damollaning olsun, mayli Mehmet Yusufning olsun, mayli Anas Hajimning olsun, olqi maqsadga uyg'un holat tarjim qilinganini nihoyat oz sonni egallaydi. Sababi nima degan vaqtda hammasi bir mazhabni asos qilgan, mazhabdagi insonlar undan ustiga e'tiqod qilgan bir insonlar, ya'ni dinga e'tiqod qilgan bir insonlar bo'lganligi uchun bir kitobga e'tiqod qilib bo'lib, uningdan keyin uning o'zini tarjim qilgan vaqtida o adam onu xato tarjim qildi. Çünkü uning ichidagi narsaning hammasining o'zini kalisidan o'tmasin, mushu bo'yicha tushunma depliki uni hammasini ashtaq tushunib olgandan keyin bir mazhab sektor tushunib olgandan keyin o Qur'onning ichidagi narsani unda qilqi insonlar foydalanarliqdek yoki bo'lmaydi, bu holatda tarjim qilinmaydi. Men hammasini asosan nuqtaliq yerni biroq o'qib chiqdim. Shu nimaniki Yusuf alayhisalomniki voqealigidimi meniki Rabbim hammin bildi andaq mandaq, Rabbim bana andaq men yaxshi yerga o'rinlashtirdi deb shunday tarjim qiliqliq. Tarjimaning hammasi asosan shu bir xil shakl tarjim qilibdi shuning o'zini. Rabbim deganning o'zi nima degan vaqtida Alloh demakchi hamda. Alloh taolo meni nihoyat yaxshi yerga o'rinlashtirdi. Allah Teala meni anı kıldı. Allah Teala mening hamma qilgan ishimni biladi. Tamam. Allah Teala hamma bildiganligini hammadan biladi. Allah Teala bir odamni o'rinlashtirmoqchi bo'lsa, shundoq yaxshi yerga o'rinlashtira olganligini hammadan biladi. U yerdagi Rabbini nima degan vaqtida mening ma xo'jayinim degan gap. Meni setib olgan odam meni yaxshi yerga o'rinlashtirdi. Meni qilgan ishimni hammasini o'sha odam yaxshi biladi. Diyen narsaning o'zini oyada butunlay shunaqa nimani o'zini o'zgartirib o'tgan.
Beşidin başlardı bunun özünü. Bir atal misal deymiz bunun özünü. Misal de. Kur'an eğer bir başta tercih kılıp gördüğün bolsak, nurgulluğun aşındak ahlak tercümü de var. Tamam, bularındaki kan tercümesi Allah razı olsun deydi. Ama bunun özünü tercüm kılan vaxtıda o ılqı özünün şəxsi göz qaraş, nəskerəklərini bütünlüğe qarıp evetip bir yege. Bu bir Arapça bir kitap. Bu Arapça bir kitap, bunun məzmunu zaten nemi demekçi bu kitabın özü? Bu ayetler nemini maksat kılmakçı diyen şekilde tercüm kılan vaxtıda Kur'an'daki ayetlerindeki maksatlarını veya tunuştuğul oldu. Eğer onu bu ayet mandak depti, bunun özü mezhepti mandak deydi. Devatır bu ayetteki beşini iyi gelip bu mezhepke. Misal de, bunda kavaklık ne oldu diye vakta bu mezhepne kiti oldu. Kur'an'da zaten bunu Mehmet Salih İdamoğlu'nun cık bu neyse tercüme kılıp ahırısında özü her bir ayetke bir talını özü tırnak geçip, tırnakka özü bir nesini kıstırıp koydu. Kıstırıp koygan nesini ne oldu diye vakta asasen şu mezhep tebe nesini kıstırıp koydu. Şunun için bu yerdeki nesini ne diye vakta ustazlığın özü ustazlığın nimqanlık emas, eyipliğanlık emas. Ama biz insanlarga bir narsani to'g'ri tushuntiramiz, to'g'ri tushunidek bir narsa holatiga akelamiz desak, uni shu arabcha lug'atni yaxshi bilgan va arab grammatikasi yaxshi o'zi sodiq bo'lgan shaklda bir arabcha kitobni, ilohiy bir kitob emas, arabcha bir kitobni yoki bir romanni tarjima qilgan shaklda tarjima qilgan vaqtida uniki aynan shu kitobniki ichidagi maqsadni aynan yo'ritib oldi. Agar undaq bo'lmagan vaqtida o bir mezhebin içi kirip durup hiç kaçan onu aynen yorumlamaydı. Allah razı olsun. Onun için nima demoqchi bo'lgan chog'da muomala qilishni, qandoq muomala qilish to'g'ri, shu e'tiqodiy mazhablarga ma'lum bir ko'z qarashlarga asosan emas, shu Qur'onning o'zining asli oyatda nima demoqchi bo'lsa, shunga sodiq qilish kerak dedilar. Alloh razı olsun. Qandoq qilganda Alloh tarafidan nozil qilingan vahiyning asli maqsad muddalarini to'g'ri tushungili bo'ladi. Şu bay diyen okşaş, bunun özüne mesela Kur'an'da bağı bu sahada. Ular özü kitaplarını paramparça kılıp, dinini paramparça kılıp, her xil mezhep ağırlıvagan, sen ulanın mezhebinin hiç kastı emez de Peygamber Aleyhisselam diyen bir ayet var o. Leste minhum diyen ayet, nimba, kelim başıydı. Bu nemi diye vaxtda Kur'an'ı düşünüştün hiçbir mezhep tebe bulmaslık gerek diyen gibi oluyordu. Kur'an'ın üzümü deydi aşın özünce. Muşu vaxtın özde o Kur'an'ın nahayeti doğru düşenlik oldu. Eğer aşında düşendirsek insanlarımı nahayeti doğru düşenlik oldu. O vaxtda insanların kallısını ötüden bir nəs oldu. Eğer biz onu bir zamanga, yani bunun 1400 yıl burunki bir zamanga, bir peygamberin kığa söz hareketlerine, yoki bir mezhepke xas qilib tushungan vaqtida Baysir degan o'xshash u bir fantaziyaga aylandi. Andaki onu o'zim amal qilolmaydi, insonlar amal qilolmaydi. Amal qilolmaganiga nima qildi uni? Men falon dinga e'tiqod qilyapman degandan boshqa hech nima yo'q. Shuni insonlar uni chiqadigan gap. Hozir misol dindan zerikib chiqyapti-da, chiqishning sababi nima degan vaqtida u din uning hech qanday manfaat kelolmaslik, hech qanday masalasini hal qilolmaslik. Mollaning qishig'i bo'lsa, nada hal olmagan bir narsani deb insonlarni zeriktirishlik, undan keyin o insonlar chiqishga majbur qoldigan gap. Masalani Qur'on orqali to'g'ri hal qila olgan vaqtda, to'xtab turadi. Qur'on to'g'ri hal qilgan kitob juma bu deb insonlar uni chiqatmaydi. To'g'ri. O insonlarniki Qur'ondan deganda islom dinidan chiqishdagi butun sabablari, butun shu sabab bo'layotgan narsa Qur'on emas, mollalar. Mollalar bu Qur'on nima dindan chiqib ketishniki birinchi asos nima dindan chiqib ketishga sabab bo'lgan birinchi asos mollalarda. O mollalarma sizlar degandek shu Allohninki bu tushgan Qur'oni Karimdan to'g'ri maqsad muddani tepish usulini hal qilolmag'achqa undan keyin Qur'on bizga yetmaydi.
hadis bo'lmasa bo'lmaydi, Buxoriy bo'lmasa islom cho'kib ketadi. Bu degandekchi, o'sha gaplarni qilib, undan keyin ham o'zini aldaydigan gap, ham xalqni aldaydigan gap, Doğru. o'zining aldanganligini, hech qanday bir narsani hal qilolmaydiganligini, Allohning kitobiga ishonchisining yo'qligini diyemey bo'luvchi bevositachi. Chunki tushunmagandan keyin onun o'ziga foyda qilmagandan keyin xalqqa foyda qilmaydiganligiga albatta ishinde bo'luvchi. Doğru. Şöyle degandek, o aşı mollamlar bunga sabab bo'lganlik, mollamning ashuna sabab bo'lishiga menimcha Qur'onni tushunish usuli, Qur'onni tushungil bo'lmaydi degan mushu bir to'saq. Doğru. To'saq bo'ladi. Doğru. Allah buna aytdi. Nima bir gap kelganda unutib ketdim. Qur'on sirtida vahiy bormi? Kur'an sırtında vahiy yok. Hem de Kur'an'daki asasen düşken vahiyinin hemmesi şu Kur'an'ın içinde var. Kur'an'ın sırtında kapagan bir vahiy yok. Kur'an'ın özünde mi zaten biz şu vahiy doğruluk sözlüğe vaktimi tekitledik aşının özüne. Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam'a onu yazıp retleş hukukunu ya ki vazifesini belgeldiği hakkında toxtalgandık. Onu yezish, retlash hammasi shu payg'ambarniki vazifasi bo'lib o'tgan va tarixiy kitobidami payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishining oldida o'zining ayoli hapsiga shu Qur'onning o'zini omonat qo'yganligi va keyingi o'zi xalifalarning o'zimi Abu Bakr Umardan tortib hammasi shu hapsidan shu Qur'onning o'zini elib ishlatganligi va dunyodagi haqiqat taraflariga taqatganligi to'g'riliq ma'lumotlar zaten tarixda aniq turdi. Onun o'zini hech qanday bir inkor qilishga hojat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'onning sirtida hech qanday vahiy yo'q deb qolgan. Qur'onning sirtidagi narsalarni vahiy deyishning o'zi u o'zi Qur'onga yana islom dini qilingan cho'ng bir ziyonkashlik, jinoyat mana shu vaqtda. Uni vahiy devilishning sababi nima degan vaqtda payg'ambar alayhissalomni qiyomat qoyim bo'lguncha payg'ambar qilib olish. Hamma odamga hozirgi tabliq qilayotgan bir odam qatorida ko'rsatish uchun qilayotgan bir tirishchanlik. Uniki o'lib ketgan bir odam ekanligiga ishonmagandek bir narsada. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhissalom shu 1400 yil burunla ishini tugatib bo'lgan odam. Undan keyingi ishlar hammasi Qur'on qilib qildik. Qur'on yetgan ya'ni hammasiga risolat yetgan bo'ldi. Bizga shu risolat yetdi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar alayhissalom bizga tabliq qilgan yeri yo'q. Kur'an geldi, Arapça okuduk, misal, şunu düşündük. Bu kadar yani. Şunun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam bütün dünyaya şu Peygamber Aleyhisselam Peygamber boğanda kıyamet kaim boğuşu peygamberlik kılan adam kadarı görüş bu hata bir düşünce. Xudu burun peygamberler okşa şu zamansız peygamber boğan kitap düşken bolsa o şu kitap düşken nebi bir peygamber deb onu itiraf qilish va uning ishinish bizning vazifamiz. Qur'onda zaten ishinish to'g'riliq nimba iymonning shartlarida payg'ambarlarga ishinish haqida oyat bor. Ammo uning o'zini qiyomat qoyim bo'lishlik, uni payg'ambarimiz bizga shu Qur'onni ash odam yetkazdi deyish to'g'riliq hech qanday bir ma'lumot yo'q. U chunki nima qilgan vaqtda u reallik to'g'ri kelmaydi u narsa. Agar ashunday oyat bo'lsa-mu Aş peygamber kıyamet kaim boğuşçılığı Kur'an yetkizdi diyen bu kadar bolsa mı Kur'an'da o vakit o ayet ya o Kur'an ne ki o nim fermanları asla emniyetke uygun bulmagan bir narsa çıkan boladı. O vakit tekin be Kur'an'ın özü Allah'ın sözü geldiğini ki işenigili olmayan bir narsa kaladı. Onun için Kur'an ondak narsadan hali olganlığı için asla ondak bir narsa kıstırıp koyuqlık emez. Hatta ki Peygamber Aleyhisselam'ın ölüp ketkenligi doğruluk mu Kur'an-ı Kerim'de hem ayet var. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلا يزور الله شيئا degan aş ayetning o'zimi o odam o'lib ketsa, o'ltirib yoki o'lib ketsa, siz iymoningizni yana olamsizlar. Kimki yana olsa, Alloh hech narsani ziyo yetkazolmaydi, hech qanday ziyo yetkazolmaydi degan to'g'riliq oyatlar bor. Demakki, payg'ambar alayhissalomniki o'lib ketganligi zaten tarixda hammasi yoziqliq bor. U bizga hech narsani tabliq qilgan yeri yo'q. O peygamberge düşken Kur'an-ı Kerim bizge yetken şunun arkalık biz İslam'ın özüne kubul kılıp hazırlık vakti İslam doğru sözlevatımız mene. Başka hiç kandak neyse başka o Kur'an'ın sırtındaki hiç kandak neyse vehiy emez. O Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace degen hemmesi o
200, 400 yıl keyin yazılgan bir narsa, onunki özü to'g'ri yerleri olsa, burun biz o'sha heris to'g'rilik to'xtalgan vaqtda o'tdik, ash to'g'rilik bir nim qilib. Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan yeri olsa, to'g'ri deymiz xolos. Bu qadar yani. Asla o narsaning o'zini bu din deyamaymiz. Nima uchun? Payg'ambarning qilgan ishi din degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday oyat yo'q. Onu Payg'ambarning qilgan ishi nima desa, Qur'oni Karimdagi Allohning buyrug'ini ijro qilganlikdan iborat. Boshqa hech qanday narsa emas. Shuning onu uchun payg'ambarning qilgan ishini siz qiling degan to'g'riliq oyat yo'q Qur'onda. Siz Rabbani yani Tangrichi bo'linglar, yani o'rgangan Qur'oni Karimni o'rgangan narsalar asosan Allohga itoat qilgan insonlar bo'linglar deydi. Qur'onning o'zida atiulloh va atiur rasul degan oyat bor misol. Allohga itoat qilinglar. U yerdagi vavning o'zi va rasulga itoat qiling degan narsa yo'q u yerda. Ya'ni risolatga itoat qiling degan. U nima degan bo'ldi desa, Allohga itoat qilishimiz nima bo'ldi vaqtida? Qur'on. Risolat bilan shundami yoki? Risolat Qur'on. Yani mana shu vaqtida. Shu yerda atiulloh va atiur rasul desa, Allohga itoat qiling, hozir rasul qas rasulga itoat qilamiz vaqtda. Demak, u rasul u vaqtda o'lib ketdi. Bizga hozir itoat qilganimiz nima desa, Allohga itoat qiling, ya'ni risolatga itoat qiling. Biz risolatga itoat qilsak, hozirgi vaqtda yani Qur'oni Karimga itoat qilsak, kimga itoat qilgan bo'lamiz? Allohga. Allah'a. He. Demek bu yer Allah'a itaat qilish uchun Allah tushirgan nizomga itoat qilishimiz kerak. Shu vaqtda biz Allohga itoat qilgan bo'lamiz degan gap bo'ldi bu. Bu yer biz Rasulga itoat qilamiz desa, Rasulda hozir biz usquni qolmagan bir odamga qanday itoat qilamiz? O'ylab baxman bu insonlar. To'g'ri. Shuning uchun bu Qur'onning sirtida vahiy bor deganlikning o'zi bu tamamen o'zi bir bo'xtoncha qilganlik, yolg'onchilik qilganlik, kazzoblik. Yani bizning millatimiz shunday bo'lib ketdiki, bir tarafdan aytgan vaqtda yolg'onchiga, kazzobga, aldamchiga ishonadiki, u to'g'ri gapga ishonmaydi. Misolda bu hozir shu rivoyatni so'zlayotgan Mehmet El degan bir rivoyatchi bor-ki, kunida so'zlaydigan bir rivoyatchi. Ashniki ishonadigan shunday odamlar bor misolda. Sen bu yolg'on gapni nima deb ishonsa? Bunun nurg'un yerlarining o'zi Qur'on shunday o ko'z tegish to'g'riliq, til tegish to'g'riliq so'zlar bor edi. Ashuni o'zida rost deb ishondi misolda. Qur'oni Karimda undaq narsa yo'q. Agar shundaq bo'lgan bo'lsa, ular shundaq qilgan bo'ladi degan oyat bor. La yuzliqunaka bi absarihim degan oyat bor misolda. Agar shundaq qilingan bo'lsa, ko'z tekkizib ular sizni yiqitayotgan bo'ladi deydi Qur'onda. Ve yakadillezine keferu la yuzliqunaka bi absarihim degan oyatning o'zi. Yani undaq ish yo'q. Bu odam o'zi ko'zida bir odam ko'z tekkizib, uning o'zini yiqitib tashlagan, til tekkizib yiqitib tashlagan bundaq o'zi narsa aslo mavjud emas. O yolg'on narsa degan gap Qur'on uni undaq deyapti. Bizda o odam bo'lsa, rivoyatga ishonib turib, rivoyatni akilib oyatda xalqni aldayapti-da. Millat yo'lsa ashundaq aldamchiga ishindi. Eğer aşında boğan olsa elbette şu vaktin özüdüler peygamberini yoktulup olmamdı kakçı. Elbette. O bizge mi kerekti aslında şundak boğan bolsa bizge mi yaxşı oladı. Nemiş kılsa öyle oturup uğuklu Xi Jinping'i öldürüp atmadık şu vaxtıda. Misal. Xitay'ın askerlerini öyle oturup uğuklu öldürüp atmadık. O neyse mevcut emez, mümkün emez neyse o. Ve yakadul lezini degenin özü mü? Mümkün bolsa o şundak kılattı o kapırlar deydi. O mümkün bo'lsa ashta qilatdi, albatta shunday qilatdi deganning o'zi nimani bildirdi? Ta'tir tarasi bo'yicha u mumkin emas degan gap u. Ishonmanglar unga degan gap. Tamam. Uni Surbaqarniki bir nemisini deydi-ku. Vattaba'u ma tatlu shayatun ala mulki Sulaymon degan oyatdan bor shu. Sulaymon payg'ambar andaq yolg'on gapni to'qib Sulaymon alayhisalom qarta haqqalqi xotinning orasini ajrashtiradigan aşındaq bir ilmikri işini qilib mushnamal ajrashtirim deb. Ammo u narsa hech qanday Qur'onning o'zi ashadi bor. La yazurruhum va la yatfa degan oyatning o'zi hech qanday foyda yetkazolmaydi u narsalar deb oyat Qur'onda ochiq turdi misol. Demak, bu yerdagi narsa nima desa,
Aş ayet chiqqandan keyin ha mushunda bo'ptiki emas, oyatning mazmunini to'g'ri tarjim qilmagandan keyin shuni bilan ha oshni o'qisiz ashunda ko'z tegadigan til tegadigan ishni bo'lgan ekanda aslida deydi. Malqi qulvallohu ahad nima? Qul a'uz birabbil falaq, qul a'uz birabbin nas deb qo'ygan vaqtimi? Hazrat Eli shundoq uni payg'ambar alayhisalom shundoq o'qiyotganmish. Hazrat Elining o'zi shu qul a'uz birabbin nas, qul a'uz birabbil falaqni o'qib payg'ambar alayhisalom suflagandan keyin Hmm. u andan keyin o'zi o'ngshalganmish. Yani bir quduqqa jipni o'zi yetti yan chigib tashlayotganmish, shuni o'zi tep chiqib shu har bir oyatni o'qigan vaqtida bir tal chigin yashgandan keyin u payg'ambar alayhisalom saqaygan degan ashundoq yolg'on gapni qo'ydi mas'ullar inshaalloh. U Hazrat Eli o'qimiz payg'ambar alayhisalom o qul a'uz birabbil falaq bilan nasni unutib ketdi kema vaqt. Bundoq inson bo'ldi. Hmm. Ben Demek kısıkta hem de bu Hmm. insonlarni ming yildan birisi Hmm. ashundoq yolg'on gap bilan yolg'onchilar, kazzoblar, aldamchilar ashundoq o'zi aldab kelganligi uchun u aldamchilar ishinib kelganda millat. Hozir aldamay to'g'ri gapni qilsa, Hmm. amaliyot uyg'un keladigan bir gapni qilsa, u odamning o'zini dushman tutadigan, meni oldimi deb turib dushman tutadi bu insonlar. Bunda qaratib Bunu- inson. Onun üstündeki en kızıkı Kur'an'ın özü de Kur'an'dan başka vahiy yok. Deyilgen tutsa. Bu şu bir kitapsı yetmemde degen aynı ayetler. Baştan ayak zaten şu. Bunu başka bir ders katmaysa, üzerine havasının konuşmaysa degen de ama ayetlerden tolga vekilip Kur'an'ın sırtında vahiy ba dep düşündürüp de bu kadar ahmak hem de şu. Elbette. Hem üzümü şunu hel kılanmaklar hi men addiyse uladek okumaganım için. Neşi Nebiler Resul diyen izdini yürüp onun takip verildi. Ben şunda rahat da hazır için. Ulanın kişilerden hem nasıl kutuldum da hazır için. Paramparça için taşlaklık. Ama bu ahmakla hazırken geçe şundan baklanmay. Yine kaç gün dere sözlepti. 153 mekke. Aşıdan onda bizge karşı 20 ayeti kepti. 20 ayetini 10 minuttu mu 15 minuttu sözlep buldu. Aşağı ayetin hemmisinde Resul. Resul debbade. Aşının hemmisinde peygamber debbade bormalaplam tercüme kıldı. Şunun bilen üzünün demekçiге bolgan gipini meni peygambergime vahiy kilidi. Peygamber üzünün hemen söylen gap kılmaydı. Onun gap kılgandan hemmisi vahiy dep ekildi de. Bu kadar ahmak. Doğru. Hem üzünü ahmak kıldı. Hem üzünün döttükini mi böyle nime kılmaydı. Onun için onun ergişidiğen nurgun insanlarını kirekten çıkardı. Kur'an'da misal kim nimaga Rasululloh itoat qilsa Allohga itoat qilgan bo'ldi degan oyat bormi Qur'onda? He, he. Ashning o'zidimi? Shu Rasulning o'zini o'sha yerda misol payg'ambar alayhisalom o'lib ketgandan keyin u narsa u rasullik nemisini chiqib biz shu rasul deganni so'zlagan vaqtim dedik-ku, uni ikki xil ma'nosi bor. Shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisalomnikini ifodalaydigan tarafi bor. Yani biz sözde risaletni ifodalaydigan tarafi bor. Payg'ambar alayhisalom o'lib ketgandan keyin qaysi tarafi qolib qoldi endi uniki? Risalet tarafi qolib qoldi, shundaymi yoki? To'g'ri. He. Neymiş? Ama risalet tarafi qolib qolgandan keyin kimki risolatga itoat qilsa, ya'ni Qur'onga itoat qilsa, nimaga itoat qilgan bo'ldi desa, Allohga itoat qilgan bo'ldi. Xuddi masalan, Angliyaniki asos qonuniga kim itoat qilsa, Angliya hukumatiga itoat qilgan bo'ldi. To'g'rimi yoki? Shunda. Xuddi shunga o'xshash, kimki Alloh tushirgan bu kitobga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. U shu qadar endi oddiy bir narsa endi. Uni murakkablashtirib, o yerga rivoyatni akilib, o yerda bemin tepsini bo'yash qilishganda hojat yo'q. Tamam. Ondan başka tamam bunu özleri öldürüp çıkarıp ondan başka vahiy var mı dedi değil için. Aşı bujinlarning vahiy degan aşı rivayetlerini, hadislerini toplap yazgan aşı adamlar mı? Aşı mezhep alimleri mi mesela için? Hiç çıkarsa bunun iman eğitimini demeklik için. Elbette. Birisi çıkıp benim Allah'ın kitabı bilen okşaş diye yerim yok. Bulanın için. Ha. Onun için ki bunun çokum iman etmesen bu olmaydı imandan çıksa diyen bir yemi yok hem düşün. Ama bula kanda kaldı desesi hem mesela ekipler. Yani ki toda isim kilden bir ayet var. Men fekkine hatta tahti yahtemul beyneme.
Aşı Bektul isim kilidir. Kitap kelgenden keyin ondan keyin balayını yine ezip gitildi. O çok kitap keleglik. Özünün qayaşıdaki nəsini ifadələyənməgəndikən, o tərəf mağalamagandikən, xalqның özünü aldayanmagandikən bu Qur'anı qarısa. Qur'an qarıb qoyub aldaydigan yalğan gapni tepib, şunun özünü din qılğan gap. Öyle gibi. Ondan keyin Allah razı olsun. Şu axırısı bir tal sual qilib qoldik deymi? Biz ibadetlerimiz ve etiqadımızdaki qaysı noktalarını çın tutuşumuz. Emet kılınayotgan ibadet ve din düşüncelerimizdeki artık narsalar nima? Bir sual. Artık narsa nima? Artıq nəsə Qur'anın sırtındakı nəslərimiz artıq. Qur'anın sırtındakı məyli fiqh olsun, məyli etiqad sahəsiga yazılgan kitaplar olsun, aşı Qur'an to'g'ri kelmaydigan narsaning hammasi u ortiq narsalar misol. Biz mi yozyapmiz kitobni, ammo o kitobniki yozgan vaqtida uniki manbasi, ya'ni har bir yozilgan narsaniki asosi Qur'oni Karimdagi bir oyatga nima qilish kerak, asoslanish kerak. Agar undaq bo'lmasa, u hech qanday narsaga yaramaydi. Misol Peygamber Aleyhisselam an degan, man degan deydi. Peygamber Aleyhisselam agar bir narsani deganligi, Peygamber Aleyhisselam deganligi aniq bir rivoyat bo'lgan bo'lsa, u rivoyatniki tegi mutlaq holatda bir oyatga tutishidi. Peygamber Aleyhisselam shu oyatni insonlarga bu mado degan gap deb tushundirganlik bo'ldi. Misolda, u asla Qur'oni Karimda hech qanday bir uning oyat yo'q, ammo u ya Qur'oni Karimda zid keladigan yerlari bor, u rivoyatniki unda bo'lgan vaqtda asla u Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'ladi. U payg'ambar alayhisalom degan narsa hisoblanmaydi u narsa. Birinchi masala. Ikkinchisi u payg'ambar alayhisalom boy deganga o'xshash har bir olim u prinsipni shu zamondagi ahvol qarta insonlarga tushuntirgan gap. Zaman o'zgargan vaqtda shu zamondagi o'zgargan ahvol shu yerdagi ilmga asosan tushuntirgan gap, uning o'zini tushundirish texnik u mukammal bir tushuncha asli bo'ldi. Fakat o yerde bay diyene o'xshash, o prinsip o'zgarmaydi. Misal. Hozir osmon jismlari to'g'risida Qur'onda nurg'unlagan oyatlar bor. Shu osmon jismlarini u vaqtda misal osmon yerilgan vaqtda degan oyatlar bor. Osmon yerilib, bu vaqtda tushuncha qanday desa, Misrniki tarixini o'qisa ko'rdi. Misrnikida shu masalan, shu milodiydan burunla shu astronom ilmi o'jaganki hali shu vaqtda qanday qaraydi desa, osmonni mushtaq gumbaz shakllik holatda. Bizniki shu nimalar, meshniki gumbazlar deymiz, burunqi kigizo'yli deymiz, millatlarniki nurg'un millatlar shunday gumbaz chiqirdi. Shuning hammasi nima desa, asosan shunday osmonniki nimasini shu tasvirlab chiqargan bir narsalar, misol. O yerilib bizni beshimizga tushadigan gapda. Ama yerilib degan oyatlar bor Qur'onda. U nima degan vaqtda u yer qiyomat qoyim bo'lgan chaqda zodi butun koinot hammasi vayron bo'lganlikdan iborat bu prinsip o'zgarmaydi. Ammo uni shu zamondagi ilmga asosan insonlarga tushuntirgan bir narsa misol. Ya'ni baribir qiyomat qoyim bo'lgan chaqda mushta koinotlar vayron bo'ladi deganni ifodalash uchun tushuntirgan bir oyatlar. Onun o'xshash oyatlar Qur'oni Karimda jiq. Uning uchun biz ilm sohasi to'xtalgan vaqtda nimda to'xtagan vaqtda har bir ilm shu zamoniga, shu makoniga mansub narsa. Buningda 100 yil burunqi ilmning o'zini hozirgi zamonda eng ilg'or ilm timovi deyishning o'zi xato narsa bu. Xato bo'ldi. Misol, hozirgi zamondagi narsalarni ifodalab berolmaydi. U 100 yil burunqi ilm bilan. Shuning uchun u 100 yil burunqi ilg'or ilmning o'zi shu zamondagi ilg'or, shu makonda ilg'or bo'lgan narsalar, ammo hozirgi zamonda u ilg'orni deyish u to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, prinsip ilmni to'g'ri ishlatishdan iborat. Har qanday ilm bo'lsa o'qisa bo'ladi, ammo ilmni faqat to'g'ri ishlatishdan iborat bu prinsip o'zgarmaydi. Ammo u yerda biz uniki tushuntirish jarayonlarining o'zini uni asos qilmaslik lozim. U vaqtdagi ilmlarni asos qilmaslik lozim misolda.
Çünkü o zamandaki ilimni asas qilgandikinlar hozirgi zamonda hech qanday narsaga ilgirlash mumkin bo'lmaydi. Hozir masalan bizniki shu millatimiz yoki shu islom ummati deyli, mushlar mush ilmda oxir qolib qolishining butun sabablari nada degan vaqtda davomli 1400 yil burungi payg'ambarning ish izlarini o'rganish. Bu yani asosiy qismi mushuni nima qiladi. O 1400 yıl burun işinin özü şu zaman xas iş. Hem biz o peygamber şu zamanda en ilgar işini kıptık ya. Hazır zamanda şu iş en ilgar iş devam astın. Hazır biz şu peygamber okşaş ilgar işini kılışımız gerek diyen bu olsaydı. O vakitte Müslümanlığı başkaça olattı. Onu kılmazdan o yerde. Devamlılık burun kelgen eski yapanın özünü hazır mı şu en modern yapan depla açını kiyivergendeki kandak o canının aksı kalmaya kandak kıldı mesela. Bay diyen okşaş o zamandaki endizi veren hazır zamandaki endiz okşamaydı. O zamandaki çapanın endizini şu zamanlığı layık şu zamandaki nemi karta çıkaran neyse. Hazır onu ekiplekin muşunu karta kesme onu kastum boroluk kılmadıysa kandak kastum boroluk tikil olduğunu olan. Demek ki onu hemen neysini zaman makanı karta düşünüş nahit mühim neyse. Allah razı olsun. Ondan keyin biz ibadetlerimiz ve itikadimizdeki qaysi noktalarını çiң tutuşumuz lazım degan savol ekan. Oxirgi savol. Bu ibadetlerimiz, itikadlarımızdaki nokta asasen bir tal nokta açı. Bir tal nokta neyim degan vaqtda bir Allah'la itikad qilish ve ibadet qilish, onun şirk keltirmaslik. Mush nokta var. Hamma narsa mushunga bağlandı. İbadet qilgan chaqdimi, zaten Qur'onda shu nurg'ulgan dinning mas'ullarining o'zi zikr qilindi. Ay zikr qilingan vaqtda ibodat shirk, e'tiqoddagi shirklarning o'zini bayon qildi. Ashuni xato tarafini. Ashuni qilganligi, shu shirk qilingan shirkning o'zi xato bir narsa ekanligi bayon qilindi. Shu bu yerdagi nuqta nima degan vaqtda biz ibadet qilgan vaqtda ibadetimiz şirk var mı yok mu? Bir narsa şirk keltirgan qatorda bunda bir ibadetimizde bunda bir narsa bo'lib atamdi. İtikadımız degan vaqtda itikadımız şirk bo'lib atamdi. Misal nimal shafaat to'g'riliq deymiz. Ayda qilqi nurg'ulgan nimalar o'tdi. Shuning o'zi nima desa, shafaat şirk qatorda bo'lganligi uchun o shafaatning o'zi Qur'oni Karim qabul qilmaydi. Şunun için bu yerdeki neyse itiqat nima bir Allah'a işengen vaqtda fakat bir Allah ekanligi ishonish u birdan eshib ketgan bir narsa yana bir narsani o'ttirgan o'zimizning Allohning o'ttirisiga vasita qilgan vaqtning o'zida u orliqda o'zi shirk paydo bo'lganligini masalan palonning vasitasi bilan bizning duoyimizni qabul qilgan payg'ambar alayhissalomning vasitasi bilan yoki şehitlarniki falan deb nurg'ulgan o'zi hikoyalarni aytdi-ku, Turkum jamiyasiga kirsek. Shunga o'xshash duoni qilish bu butunlay ibodatlarimizda shirk paydo qilib bo'lib hisoblanadi. Bunda ibodatlar asla ibodat hisoblanmaydi. Alloh qilgan ibodat hisoblanmaydi. Ibodat bo'ladi. O shirk ibodat oldu. O Alloh qabul qilgan ibodat hisoblanmaydi. Shuning uchun bu ibodatlarimizda ve e'tiqodlarimizda bu shirkka dikkat qilishimiz lazım. Şirk qilmaslik bizniki eng ching tutilgan nuqtamiz bo'lishi lazım. Allah razı olsun. Endi savollar bir qadar tugadi. Ahmetcan efendim başka savol bormi siz o'ylagan qalbingizga kelgan? Ahmetjon Uxlab qoldi. Yo'q. Dersini başına ahırı anladım. Anladım. Emmelen. Allah razı olsun. Gerçi ilgirki sallarda bu bugünkü temalarning ko'pinchisi sharilinib bo'lgan, izohlanib bo'lganda, tushuntirilib bo'lgan. Lekin insonlarning tushunishi kallasiga bir qalpoqni kiyilib yoki bir to'nlikdan beshini chiqariblar yoki to'nlikdan beshini tiqib uyni ichini ashadilab qarab turib olgandek o'zi e'tiqod qilib kelgan, ko'ngan, odatlangan dini bilan
Kur'an'a nazar salgan gep, kimin tapanmagan ekan, hadisden yamak salgan gep. Şunun bilen yetiştirenmeydi de buna. Endi bizge bu asan toxtamada bu annenevi klassik dinning sirtmaqadan qutulmaqimiz uchun. Endi aş dostlarıma eğer izlenişi samimiy bo'lsa, mustaqil irodasi bo'lsa, tafakkuri bo'lsa, albatta hamon bir kuni haqiqatga keladi. Eğer samimiy bo'lsa, rostchil bo'lgan bo'lsa. Shuningcha biraz qaqishtirganligi tarixda isbotlanib ekan. Onunla sevir qilamiz inşallah. Bugün endi bo'lapmi shu Qur'on Karimninki Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatiningki jiq taraflari yo'ritildi. Ben yillar ilgari bir do'stlar bilan ilib olgan munozaramizda shuna bir narsani degan edimda, unutmayman yani. Çünkü ko'pincha narsalar tushuncha agar g'arazsiz chin qalbdan kelgan bo'lsa, u qalb mo'minning qalbi misolan bir chiroq qo'yilgan toshchaga o'xshaydi deb oyatda keldi ekan. Tefekkür qilgan vaqtimizda haqiqatning manbasi bir o'g'illik uchun aql agar g'arazlanmagan bir aql bo'lgan bo'lsa, cho'qim haqiqat ushqishligida ilgari shu dinni qora ochliqqa o'xshitdi. Her millet o'zining tomog'ini etib yeydi. Muşunun misali deb tushundigan bir tartışmamız bo'lgancha. Yani bu onun jarayoni uzun. Uzun bir jarayondan keyin men tafakkur qilish orqali shu chog'da ajna bir degan yordamda bor. Agar mushtor nimani ko'rayotgan do'stlar bo'lsa, cho'qim hamon bir kuni shohidlik bo'ladi, shohid bo'ladi. Yillar ilgari bizlar deyishgan edik deganlar. Yani şu milletler özüge mos keladigan şekildeki uslubni ijod qilib chiqadi o'zida. Masalan, kiyimdagi prinsipni dedik. Kiyimdagi prinsipni tushungandiki, o'zi shu prinsipga uyg'un shaklda Uyg'ur milliy kiyim kechgan o'tirg'ilib chiqadigan gapkan. Yemek içmekdeki halal haram prensiplerini, boshqa prinsiplarni tushungandan keyin o'zimizdan lag'man, polo, manti salsalar bilan chiqib turgan gapkanda. Lekin bunun bilan o Arapning chalpkini aytmaganidan keyin bu hadisdan sunnatdan chiqib ketgandek bo'lmaydi ekanmiz. To'g'ri. Ammo halal yedimi luqmani ha. Mushadin bir oson bir insonga bir nimbata bir ders var. Yani ko'pincha do'stlarninki shu oyatda tushunishda burunqi kallasi singib ketgan xato tushunchalar g'olib kelib oladi ekanda, bu qadar insonlar tushunmay san kelganda sen bilibsanmi, san qanchalik deb. Buni bizlarga ko'rsatgan, barmoq bilan ko'rsatilgan nishon to'g'risidagi hikmatga yiqqan bo'ldik. Shu payg'ambar alayhissalomga boshdan oxir deyilayotgan, hadis deyilayotgan narsalarning hammasida shu Qur'onning ijroati bo'lib chiqqanligini dedik. Eğer Peygamber Aleyhisselam doğru emen desek, şu Kur'an'ı icra etmemiz gerek de. Eslimen ben kayıtışımız gerek. Nurgun bu meselelerin hepsi deyilip oldu. Emniyette Kerim Ustaz, şu Uygur Nimise'deki ölümalar işi de, mesela şu Kur'an menbelik din düşüncesi boyunca başka Türk ustazlardan mı işip ketken fikirleri oldukça, yani ola hatta belki bir ayetlerden değişim mümkün. Mesela kul düşüncesini şunda desteklemek için sohbetleşlerimizde bana mı aceplendim. Kul da düşünettik de Abdullah mesela Allah'ın kulu, Allah'a kulçuluk kılış, katarlık mezmunlarını düşünettik. Ama ustaz dedi ki kul ile kuldarının arasında azırak bağlantı var, yani okşaşlık var. Yani insanlık cihetten işkilisi okşaş. Biri abi yemişsin pul setip aldı. Ananınki o onunki kuldarı oldu, mava kulu oldu. Ama Allah'ın hiç kanday bir bendini setip alga yeri yok. Ve hatta kul ulaş için Allah'ın azrak xudu insan bilen insan okşaydigan şekildeki bir yer bulaş gerek de onda bir nimimiz yok. Bizim onda şansımız, yani onda bir kuvvetimiz yok. Hem Allah'ın kulga ihtiyacı yok. Hem kul oluş, Allah'ın kulu buluş süpütü bizde yokken de biz məxluq ekanmiz zaten. Bunu o'sha tushunchalarda gerçi bazen Türk ulamalarınki sözlerinden, ustazdan sözlerini kirishtirib kelib, do'stlar qarshi raddiya şekilde sungan bo'libdi. Men shu
Kerim Ustazlar uçkaşkandan keyin başka Türk ulemalarının sözlerini fakat yandan anladım. Yani aralab döner yedik, çelpek yap koyduk, dürüm yedik ama asas yiyen nersimiz pola yanılan özümüzden Uygur tamık oldu. Şunun misali biz özümüzden tilide sözlegen, özümüzden fikirlen oyladığan, Kur'an'ı bizden Uygur'un közünden körevatkan bir közden küzçiden, düşendirçiden anlap geldik. Ben bunundan nep aldım yani. Şu dostlarım bu meselede ama biraz sergilik buluşunu tavsiye etkim geldi. Allah razı olsun. Her temada, her derste devir bölgüç fikirler var. Aslı düşüngen kavim için, düşüngen akıllıgiler için. Ama o yanılan qattiq taşqa o'xshaydi. Ana shu oziqni tepib yalaydigan, undan quvvat ola oladigan bir maydisi lozimda insonga. Shunga qo'rqayotgan bo'lishi mumkin insonlarimiz. Ama hamon bir kuni haqiqat g'olib keladi inshaalloh. Mening boshqa savolim yo'q. Chunki savollig'idek bir mazmun qolmadi. Ba'zan mazmunda biroz nim bo'ldi, masalan, hozir qochuvdim. Pardon. Burun deb bo'lgan so'ng yana davatimiz yezib qo'yman deb turgandim, angisi keyin mazmun jiqilib ketib qochuvdim aşağıda. Demek çoğunum xata hukm berib qoldigan mazmunlarni biroz chiqib qolgandek tuyuldi, lekin umumiy ko'zdan qarag'an vaqtimizda nima muddo bilan deyilayotib qoldigini aql ishorat nadonga yo'ldirish shaklida tushunadigan insonlar albatta ko'rsatgan emas, ko'rsatilganni ko'radigan, ustoz tushuntirayotganni emas, tushundirilayotganni ko'radigan, tafakkur qiladigan bir aql tushunchisi bo'lsa, insonlar bo'lsa, albatta ba'zi imlo xatoliklardan o'tib ketib asli mazmunni o'qiy oladigan kitob o'qidi menga o'xshash, o'qirmanlarga o'xshash mazmunlardan yaxshi foydalana oladi inshaalloh. Meni so'zim tugadi. Ishkilarimga qolmaymiz. Rahmat. Rahmat. Et-tekraru ahsan velev kana 180 deydigan bir gap bor. Ba'zida 1080 deb qo'yman. Ba'zi gaplar qaytalangandek bilinib qoladi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi, Nurg'un sureler neçe qatim deyildi, lekin o yerdeki maqsad boshqa bir narsa uchun. Shunga ba'zi gaplar qaytalangan taqdirdami, lekin yana boshqacharoq nuqtai nazarda turib tushunsak, boshqacha foyda olamiz hamda. Allah razı olsun ustoz. Biz nihoyatda ko'p foyda oldik zaten. Foydaning cho'ngini biz o'zimiz elyapmiz. Ya sizlar emas, men beqat Enes Hacım'a degandim. Enes Hacım'ın iyisida bordi. Qur'on har o'qigan vaqtimda bir qancha narsani nima qilaman? Qur'onga qarab men o'zimning e'tiqodimdagi shu xatolikni o'zini tuzatamanchi, o'shada ma qilayotgan ishim, ma sohadagi ko'z qarashim xato ekanda deb qilamanchi. O'tganda bildik ashuni o'zini. Qarindoshlarimiz o'qigan vaqtida o'zining e'tiqodi to'g'ri kelgan vaqtda ma to'g'ri deb qabul qilmasdan uni to'g'ri o e'tiqodi to'g'ri kelsin kelmasin to'g'rining o'zini qabul qilish lozim zaten. O'zining koni e'tiqodi xatolik va balkim u xato e'tiqodga to'g'ri kelmagan yerning o'zini bu xato demasdan uniki to'g'ri xatoligini kishini o'zi tahlil qilish lozim, tafakkur qilish lozim. Uningdagi u to'g'ri bo'lgan taqdirda o'zlik xatoligini tashlab to'g'risini qabul qilish lozim. Şu vaqtda o'zini o'zgartira oladi inson. Bo'lmasa u biz ming qatim desakmi, misolda u odam qabul qilmasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Shuning uchun qarindoshlarniki balkim bizniki bilmagan, bilolmagan yoki deyolmagan nurg'un yerlarimiz bo'lishi mumkin. Ularni bilsa, o'tirib qo'yib texnik biznikimi shu bilimdan bir nasibini bersa, texi yaxshi keladi. Xudoy bo'lsa Yeni birisiga shu gaplarni qistirib qo'ysam, biz Qur'onni biz ma'lum bir oyatni izlagan vaqtimizda, masalan, qanday vaqt izlaymiz desa, kallamizda bir narsani to'g'izamizda, shunga aloqador oyat davomida maqsadli holda izlagandan keyin, shunga aloqador narsani ko'ramizda. Ham shu o'zimizning maqsadiga to'g'rilab turib tushundik ekanmiz uni uchun.
ada qilmay yenibisiga hech qanday maqsad, hech qanday mudda yo'q holatda Qur'onni ichib shu oyatni o'qisa inichu u He. yerda boshqa Muş gap yo'q. ayet yani o'qigan vaqt muş ayetning maqsadi zot nima degan vaqtda u Hı, maqsadni tushuna oladi. Shuning uchun u hı, maqsadni tushungandan keyin bu Qur'on mandaq devletda deb o'zida shuni to'g'ri keldigini bo'lsa, to'g'ri keldi. To'g'ri kelmagan bo'lsa, to'g'ri Qur'on mandaq debdi, men mayli xato bir tushuncha bo'lib ekanman, mustaqil xato e'tiqod qilib turibdi ekanman deb e'tiqodni to'g'rilab oldi ayni. Ammo u hı, yerda hı, sil degandek o'qiydi, undan keyin uni hech qanday qabul qilish tarafi yo'qda, misolda. hı, Bundaq hı. bo'lsa uni hech qanday foydasi bo'lmaydi. Doğru. Şunu o'qish lozim. Uni bir narsa o'qigan vaqtidami, sil degandek kallasida maxsus bir qalbni turg'izib olib, Qur'onni u qalbni ichiga solash maqsadida o'qimaslik lozim. Qur'onning o'zining bir qalbi bor. Biz o'zimizning kallasini shu yerga, shu Qur'onning ichidagi shuning o'zi moslashtirish uchun o'qishimiz lozim. Ve Qur'onni biz kallamizga moslashtirish emas, kallamizni Qur'onga moslashtirish uchun o'qish lozim. Hatta elaqa Bahmet Hacım'ı bek abdan tinşeydi hem de şu. Onu sözlep durdu. Allah razı olsun. Hele bir ayetini biz barlık elçilerini yüzünün tilide ivettik diyen bir ayet var. Şu manadaki. He. Ben bu yerdeki tilini ben nimelerinin tilide milletinin tili süpüdüle öyle düşündüm ben. Hı. Bunu Mehmet Hacım başka düşündüğü şu. Hı. Mesela elake Seypun Yağatçının özgüçlük bir tili oldu o. Hı hı. Yağatçının aşı tili bilen gap kısak o tekam yakış şunun demiş. Aynı Elbette. okşaş her bir kesipnin özgüçlük bir tili var. Biz Hı. aşedemden tilidim. Mesela Uygurca benim tilim dinemez. Men düşündüğüm bir til var yeni bir daha. Yeni bir til Hı. var çünkü. Aşiyanı tepip ayında düşündüğün ayında elçiler de düşündüğündeki behoş olup gitti benim için. Şu Kur'an'daki ilki ilki Mevzetul Hasene degan bir ayet var mı? Bil hikmeti ve mevzetul Hasene degan ayet var mı? Hı hı hı. He. Aş ayet aşınım kıldı. O ilki bu maksat nima degan vaqtida qassobni qishi qilgan chog'da qassobga muvofiq gap qiladigan, navoiyni qishi navoiyga muvofiq gap qiladigan bo'lishi lozim. Qassobni qishi qilib navoiyga deydigan gapni qilsak, u yerda u qamlashmaydigan gap. Shuning uchun ilki her odamniki ma turklarning bir gapi bor. Buni nurg'un qatim dedik. Echilmaydigan qapı yo'q deydigan bir gap bor. Hı. Bu nəhayət mühim gap. Hər qandaq bir insanniki haqni qabul qılmaydigan tərəfi yo'q. Amma haqni qabul qildirish uchun uningga to'g'ri keladigan bir yo'l bilan kelish lozim. Şu Qur'onning o'zida muhim bir nuqta muallif qulub degan bir narsani o'tirib qo'yibdi. Hı. Muallif qulub degan nima desa, har qandaq bir vositani jinoyat shakllantirmaydigan bo'lsa bo'ldi. Har qandaq bir vositani qo'llanish orqali u insonning o'zini to'g'riga indak keltirish bu nəhayət o'zi nima hikmat, yana hikmatlik ish qilgan bo'ldi odam. Hikmat deganing o'zi nəhayət fan farosat bilan, aql farosat bilan ish qilgan bo'ldi odam. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Qur'onni arab tilida tushungan o to'g'ri, lekin uni yetkazishmi payg'ambar alayhisalom zamonida misol Qur'onni sabi masoni deydi, yetti nima deb. Shuning hammasi nima degan vaqtida u har bir oyat 7 qatim takrorlanmaydi. Bu bir ma'noni ifodalaydi bu yerda. Har bir odamni qishi qo'ygan chog'da shu odamni unda tuğandırıp qarab, uning loyiq holatni tushuntirish bu bir o'zi usul. Yani shuning amal qila olsa, u Qur'onni tushunmaydigan odam qolmaydi degan gap. Allah razı olsun. Rahmet Ustaz. Bugünkü mezmunlar asasen tügüdü suallamışı. Yine keyinki mezmunlarda yine sizle avar kılımız. Kadirlik Pidayla ikranının görünmenleri Kur'an'da Nezer programımızdaki heveskarları Kadirlik yerindaşta. Bugünkü Kur'an'da Nezer programınınki 94. kısım olan Kur'an ve Uygurlar degan tema san müşahede ayaklaştı. Emmalardan Allah razı olsun. Rahmet.
95. sonda görüşeyli. Aman bolanglar.